Hürmetlik radyo anlıqçılar. Hazır Amerikalik məşhur yazğıcı Edis Wharton'ның Şinjan Xalq Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan G'ubarsız Yıllar namlıq romanını anlatdınız. Mən uncha bala aqlliq emas. Siz bilan munoziralashib bo'lamayman. Biroq unaq ishlar sal madaniyatsiz ko'rindi, shunaqa emasmi ya? Mayning gaplaridan sal dartmalash alomatlari chiqib turadi. Bu temani cho'qim oxirlashtira oladigan gaplarni o'ylab topganligidan Mayning ko'ngli sal orom topgandek bo'lib qoldi. Gapingizdan qaraganda madaniyatsiz ishlardan bakli qo'rqidi ekansizda. Mayning bu gapdan cho'chib ketganligi aniq edi. Albatta bezor bo'lmanda, sizmi cho'qim shundaq. Uning javobidan sal xafa bo'lganligi chiqib turadi. Bu gapni anglagan Archer u rostli munozirni oxirlashtiradigan yaxshi chora tepibdi deganlarni xiyoldan o'tkazib, nervisi o'rlagan holda o'tkini hossisi bilan to'kuldatganicha un-tinsiz turadi. May bo'lsa ko'ngil ozodligi ichida so'zni davomlashtirdi. Hay, Elinga o'zigimni ko'rsatgan edim. Buni sizga dedimmi? Bu men ko'rgan eng chiroyli o'zik deb maqtab ketdi. Uning deyishicha, Bekis ko'chisida buningga tankagideklar yo'q ekan. Mushundaq yuksak badiy dedingiz, sizga bo'lgan sevgimni texmi kuchaytiribdi jimi. Ertesi kechki tamoqdan burun Archer kutubxonasida ichib pushgan holda tamoq chekib o'tiradi. Jenni asta qadamlar bilan uning oldiga keldi. Archer bugun ish o'rnidan kelgucha klubga bormagan edi. Qonun kasbi bilan shug'ullanadigan Archer Nyu-Yorkdagi o'zi tava boylar sinfining boshqa a'zolariga o'xshashla o'z xizmatiga beparvo muomala qiladi. Her kuni o'xshash vaqtda o'xshash ishni qilish qutulg'usiz azoblarni Archerning qalbiga sig'daydi. Shunga kayfiyati tuvan, ko'ngli parakanda edi. Hammasi o'xshash bir qilibga tushib qolgan. Hammasi. Archer egiz shilap kiyishib, parishonlik ilgida ketayotgan Tunus simolaga aynakdan qarag'anicha g'o'dirdi. Bu gaplar xuddi tinim topmaydigan muzikaga o'xshash quloq tubida to'xtamay jaranglaydi. Odatda u bundaq chog'larda klubda bo'ladi. Biroq bugun udul uyga qaytib kelgan edi. Ömrini ma'nisiz o'tkazayotgan ashu kishilarning nima to'g'risida paranglashadiganligi hamda har biraylarning qandoq mavqeda turadiganligi uningga ayon. Gertsog albatta ularning parangidagi asosliq tema. Onundan başqa bir jüp pakar qara at qo'shilgan so'z seriq paytonga chiqayotgan seriq chashliq ayol 5-ko'chada o'zini ko'rsatibli qasib bo'ldi. Ularning bu ishni cho'nqur tadqiq qiladiganligi aniq. Bundaq ayollar Nyu-Yorkda kam uchraydi. Paytonni o'zi haydaydiganlarga yo'q deyarlik. Vanni Lin xon qizning ijtimoiy aloqa vaqtida 5-ko'chada paydo bo'lishi oqsunyaklar jamiyatiga qattiq ta'sir qilgan edi. Oldingi kuni bu xon qizning paytoni Lofil Mingot xonim o'ltirgan paytonning yenidan o'tib ketib edi. Lofil Mingot xonim yenidagi qo'ng'iroqni jiranglatib, payton keshga o'zini darhol uyga yondirib olib etishini buyurdi. Mushundaq ish Van Derleton xonimga uchrab qolgan bo'lsa, qandoq bo'lib ketar bo'g'aydi degan savolni kishilar bir-biridan tashvish ichida so'rashadi. Mushu minutlarda Archer Lawrence Leffertisning aloqa so'rovlarida mushundaq ishlar to'g'risidagi dono tahlil analizlarini ishtiyoq bilan so'zlayotganligini ang'angandek bo'ldi. Singlisi Jenni kirib kelganda u ichi tutildigan holda beshini ko'tarib qo'yib, xuddi Jennini ko'magandek yana yengishginicha kitobini o'qiyverdi. O'qiyotgani Sivi Burunning yaqindan nashr qildirgan Shartlal nomli kitobi edi. Jenni yeziq ustida dövləklik turgan kitaplarga ko'zning qo'yruqida qarab qo'yib, Yumurluq hikoyalar degan kitobni ochdi-da, qadimki zamon fransuz tilidagi qurlarga qarab, chiroyini purishtirganicha, "Ajab tushuniksiz narsalarni o'qiydi ekansan-a?" dedi.
Archer sual nazarida beshini ko'tarib, ko'z oldida xuddi Kassandiraga o'xshash turib olgan Jennini ko'rdi. Apam bek xapib ketyotdi Jimo. Xafa bo'lib? Kimdan? Nima uchun? Sophie Jackson xan qiz boyi keptikan. Kechlik tamoqdan keyin aksining kilg'iliq to'g'risida gap ko'tarib kepti. U ko'p gap qilamadi, chunki aksi deyishga ruxsat qilmagan ekan. Ishning butun jarayonini bizga aksi o'zlab berdik. Aksi hozir Louisa Van der Lottonning yanida ekan. U demiqini qiqib qo'yib, yana kitobga engishdi. Nevland, do'sting Oraniska xonim tunugun kechda Limer Strasses xonimning ziyofatiga qatnashibdi. Gersog va Beaufort apandilar bilan birga beribdimish. Buni anglab qo'y. Bu gapni anglagandan keyin Archerning qalbini bir xil tushuniksiz g'azab chirmab oldi. Ochchig'ini sal besib olish uchun o'zini kulkiga zo'rladi. Bu qanchalik ishdi? Uning boradiganligini burunli biletdim. Uning bordiganligini boshida bilib turib to'smadingmi? Ogohlantirmadingmi? Jennining chiroylari tatirib, ko'zlari chakchiyib ketdi. To'sish? Ogohlantirish? U yana qaqoqlab kulib etdi. To'y qilishga putishkunim Graf Oraniska xonim bo'lmasa ya. Lekin pat yaqinda uning jamiyati bilan qudlashadigan tursak. Jamat? Nima jamatgan u? Dedi Archer masxara talaffuzida. Nevland, acaba jamat oila deganlar bilan ko'ring yo'qmi? Parvoyim palak. Hatto Louisa Van der Lottonning qanday o'ylab qilishi bilanmi chatqimi yo'qmi? Agar uning o'ylanadiganini qeri qizning mushunda quruq gaplari bo'ladigan bo'lsa, yenimg'imi ep qo'ymayman. Apam degan qeri qiz emas-jimi? Qeri qiz suputida turayotgan Jennining tumshuqlari so'zilib ketdi. Asli uningga Archerning yo'q, u bir qeri qiz. Van der Lotton xotinlarmi qeri qiz. Navoda reallik abdi basharimizni oshkorlayversala, hammamizning qeri qiz ekanligi oydinlashadi. deb varqirg'usi kelgan edi. Biroq singlisining yavaşlab ko'zlariga yosh ep qolganligini ko'rib, ko'ngliga azor berib qo'yganligidan xijil bo'lib qoldi. Ahmaqlarcha gap qilmasang-chi, Jenni. Oraniska xonimning gapini qilishmayli bo'ldi. Men ya uning yaqini bo'lmasam. Bu to'g'ri. Biroq sizlarning to'yga bitishkininglarni muddatdan burun e'lon qilishga, Vilan jamiyatini aldirtishing Oraniska xonimni hammalarning qo'llashiga erishtirish uchun emasmi? Uning ustiga mushi sababni o'ylashmagan bo'lsa, Louisa mo Gersogni kutirish yaptiga uni hargizmi taklif qilmagan bo'ladi. Ha, uni chaqirg'ini yomon bo'ptimi? U ziyofatdagi eng chiroyli ayol bo'lish sifati bilan so'ringa husn qo'shdi. Van der Lotton oilasidagi ziyofatlarda bo'ladigan tushkun kayfiyatni azaytdi shu. Navra tuqqanimiz Henry apandining uni ziyofatga chaqirishi butunlaysini xushal qilish uchun Louisani shu yoqqa qilgan gap. Ular hozir bek boshqa tinchligida qapti. Ata Sikotkolifga qaytmoqchi ekan. Meningcha eng yaxshisi pastga bir tushib chiqqan Nevland. Qaraganda apamning hozirgi kayfiyatini toza tushunmaydigandek ko'rsan. Nevland mehmonxona uyda opsini yo'liqtirdi. Opsi qilayotgan yangi ishini to'xtatib, qayg'u ifodalanib turgan peshonasini yuqoriga qaratdi. Jenni, sana dedim-mi? Ha, dedi. U imkon qadar opsinikiga o'xshash ehtiyotchan talaffuzda so'zlashga tirishdi. Biroq meningcha masala unchavola ig'ir emas. Louisa va navri tuqqanimiz Henry apandini xo'p qo'yishmi ig'ir masala hisoblanmamda. Demakchi bo'g'inim, Oraniska xonim ular avam puhra deb qaraydigan birining uyiga berib tug'ishu. Ular bunchalik kichik ishga xafa bo'lib ketmas. Deb qaraydigan davatsin a? Ha, u rostila avam puhra. Biroq muzika jihatda talantli ekan. Yakshanba kunlari kechda butun Nyu-York ma'nisizlik bilan to'lgan chaqlarda kishilarga xushallik ato qiladi ekan. Muzik talanti bilishimcha bir ayol ustalga chiqib olib, sen Parijdagi chaqda bordigan, eliqdak joylarda aytilgan chakra naqshlarni aytibdi. Yana taxi tamaki chekib, shampanmi ichibdi. Bundaq ishlar boshqa joylardami bor-ku? Yer shari
o'xshashla aylanayotmamdi. Rastilla Parijning yakshanbasini aqlavatmaydigansan, ha qadrligim. Apa, biz Londondagi chaqda Angliyaning yakshanbasi to'g'risidagi zarnishlaringiz tugamaydi-ku. New York degan Parij emas, Londonmi emas. To'g'ri aytsiz, rastilla emas. O'g'lining dimiqida qilgan gapini Archer xonim boshqacharak tushunayotdi. Bu yerdagi ijtimoiy aloqa sohasi toza payz emas demoqchimisan? Kesib ayta olmaymanki, deganlaring aytimi to'g'ri. Biroq biz mushaga mansub, bizning aramizga qo'shilganlar cho'qim bizning turmush usulimizga hurmat qilishi kerak. Bo'libmi Elen Uranusga texmi shundoq. Uning bu yerga kelishimi payz ijtimoiy aloqa sohasida o'tkazayotgan oshxil turmushdan qutulish uchun-ku. Newland javob bermadi. Birdamdan keyin opsi sinab beqish maqsadida yana so'z boshladi. Kechlik tamoqdan burun meni Loisa bilan ko'rishtirishingni umid qilib, bo'kimni kiyib tayyor bo'lib turgan edim, texi. Archerning qapoqlari turildi. Opsi so'zni davomlashtirdi. Bayatın degan gaplaringni Loisaga tushuntirib, chet ellardagi aloqa so'ralarining bu yerdagi bilan o'xshamaydiganligini, u yoqdagi kishilarning ba'zi ishlarga ancha parvo qilib ketmaydiganligini, uningdan boshqa yana Oraniska xonimning ba'zi ishlarga bo'lgan pozitsiyamizni o'ylab boqmaganligini izohlab o'sing yaxshi bo'ladi. Bu faqat mening o'yim-ku amdi, sangmi ayon qadrligim. U qasdan sabiy qiyofatga kirib, abjillik bilan qo'shib qo'ydi. Mushunda qilsang Oraniska xonimga bu foydaliq. Jinim apa, bu ish bilan bizning zodi nima munosabatimiz borligini rostila bilmadim. Strasis xonimning uyiga Oraniska xonimni Gertsog boshlab borgan. Amaliyotda Gertsog avval Strasis xonim bilan birga Oraniska xonimni yo'qlab borgan. Agar Van Derleton er-xotinlarning birari bilan urushga kelib ketgan bo'lsa, til ishtishga tegishli jinoyatchi dal ularning o'z uyida. Urushush, navra tuqqanimiz Henry apandining birari bilan janjallashib qolganligini ko'rganmisan, Nevland? Uning ustiga Geretsog degan uning mehmoni yana kelib chetlarliklarning xapob ketkichiligi yo'q. Bunday ahvolda ular qandaqmi urushsin? Graf Oranska xonim bo'lsa New Yorkliklarning hissiyatga hurmat qilishi zarur. Ular cho'qim badal to'laydigan odamdan birini topmoqchi bo'lsa, Oraniska xonimni ularga topshirib berishingizga qo'shilaman. O'g'li terikib vaqiradi. Lekin uning xatoligini ustimga ilib oladigan ishni qilmayman, ham qilolmayman. Sen faqatla Mingo jamiyatining g'imini yeysan degina. Opsining javobi to'limi nozik talaffuzda aytilyotdi. Terikib qilishga ozlik qolganligi aniq edi. Chiroyi echilmaydigan xo'jador mehmonxona eshigining pardasini qayrig'inicha ma'lum qildi. Van Derleton apandi keldi. Archer xonim qo'lidagi yanglini tashlab, o'rindiqini titrab turgan qo'llari bilan orqaroq surib qo'ydi. Chiroqdan yana birini yaqin. U yenib chiqib ketayotgan xizmatkorga vaqiradi. Jenni bu chog'da opasining bo'kini tuzlayotdi. Van Derleton apandining siymosi eshikda namoyon bo'ldi. Newland Archer bu navri tuqunining oldiga chiqdi. Dal siz to'g'riliq paranglashayotdi, janoblari. Bu gapni anglagan Van Derleton cho'nqur ta'sirlangandek qiladi. U palini selivitib Archer xonim va Jennilar bilan qo'l elishib ko'rishdi. Ondan egiz shilapisini ehtiyot bilan tuzlashga tutindi. Bu chaqda Jenni bir o'rindiqni oldiga surib qo'ydi. Archer so'zini davomlashtirdi. Yana texi Graf Oraniska xonimning gapini qilishdik. Archer xonimning chiroyi tatirib ketdi. O haqiqatan jalbkor ayoldi. Texi bayatilla uni yo'qlab kelishim. Van Derleton apandi bu gaplarni qilayotganda ko'ranglik alomatlari chiroyiga yana qaytib keldi. U o'rindiqqa cho'kib o'ltirdi-da, koni odati bo'yicha shilapisi bilan palini yenidagi polga qo'yib so'zni davomlashtirdi. Gullarni joylashtirishda uni haqiqatan talant egisi desi bo'g'idek. Uningga Skutkolif chini gulidan ozroq avatib bergan edim. U bu gullarni bog'vanga o'xshash bir dastadan qilib olmay, u yerga nechtal, bu yerga nechtaldan tabiiy chechib qo'yibdi.
Bu meni bəhli hayron qoldirdi. Bu xil did va chechanlikning nadin kelganligini bilanmadim. Gertsog menga uning mehmonxona uyini qanchalik iditlik jabduvog'aligini ko'rib beqing degan edi. Haqiqatan rost debdikan. Agar uyning atrofidagi muhit eliqidek bo'lmagan bo'lsa, Loisanimi billa ipparay degandim aslida. Van Derlotun əpəndining bu sözlərini kütüvağını birdəmlik jimjitlik bo'ldi. Archer xanım bayatın sevetke aldıra selivetken keştini aldı. Archer tam məşki yölenginice her kuş peydin kılıngan perdini tolgap oynaş bilen bent idi. Jenny'nin çıraydıki hayranlık alametleri yeniden kötürüp kirgen çırak yorğuda Archer'nin nazarıga alahidi çıraktı. Əməliyyatda Van Derleton əpəndi qoңur ötügünün uzun qonçini qoruq egilərə xas çoğ üzük silingan barmaqları bilan çəkkinice sözünü davamlaşdırdı. Əməliyyatda onu yoxlab ötüşümdəki məqsəd birinciden onun aşı gülle üçün yazğan esil cavabıga təşəkkürümni bildiriş. İkinciden bunundan kin Gertsognun hər xil sorunlarga apırışığı orun qaldırmaslık haqqında onunğa agahlandırış berib qoyuş. Əlbəttə, bu nöqtəni sırtlağı yiyip yürgülü bo'lmaydi. Anladыңlarmıkin, bilmedim. O'ltirishqa berishqa uni Gertsog qiziqtirib tikanmi? Archer xanımның çırayda əpuçalıq arlaşqan külki cilviləndi. Bu Angliyalik esilzodlarning mijozini bilasiz. Ularning hammasi o'xshash. Loisa ikkimiz bu navri tuqqunimizga bek amroq. Biroq Yevropadagi qasrlarga ko'nib qolgan kishilar bu yerning o'zgachiligini azroq bo'lsa-mu nazariga ep qo'yishga kalla ishiltib ketmaydi. Ulardan bundoq umid kutgilimi bo'lmaydi. Ko'ngli nada xush bo'lsa, Gertsog yo'lini shu yoqqa to'g'irlaydi. Van Derlotun sal tinib oldi. Hech kim undimadi. Ahvoldan qaraganda Gertsogning uni tunogin kechda Lemer Strassis xonimnikiga apag'anligi rost o'xshaydi. Bu bema'ni ishni Sillerton Jackson boy bizning uyga borganda aytib berdi. Loisaning ko'ngli behli parakanda bo'lib ketdi. Shunga eng yaxshi usul Graf Oraniska xonimni bevosita izlash hamda Nyu-Yorkdagilarning ba'zi ishlardagi o'zgacha ko'z qarashlarini uningga tushuntirish deb qaradim. Bu xil tushuntirish faqat bishorat xarakterini olgan bo'ladi albatta. Meningcha bu ishlar qo'limdan keladi. Onun üstiga qoidaga tushmaydigan yerimi yo'q. U biz bilan kechki tamoqda billa bo'lganda o'ylab baqay. Aras yetakchilik qilsak minnatdor bo'ladiganligini degan edi. Haqiqatan deganidek qildi. Van Derlotun əpəndi ətrafı ko'z yugurtib qo'ydi. Bu xil chiroy ifodasi odatdagi kishilarda ko'rilgan bo'lsa, o'z-o'zidan mag'rurlanish deb atashga bo'ladi. Ammo hozir oningda ko'rilayotqachqa bir xil sus mehribonlik deyish imkoniyati bor edi. Ishqinglar haqiqatan bek shafqatli jumu. Qadrli Henry, uning ustiga izchil shundoq. Bo'g'iz xotini va yangi tuqqanlarga bo'lgan g'amxo'rligingizdan Nevland bekli minnatdor. Archer xonim söylash nazarida o'g'liga lappida qarab qo'ydi. Haqiqatan minnatdorman. Biroq Oraniska xonimga amlaq bo'lib qoladiganligingizni boshtalab hamlagan edim. Dedi o'g'li. Van Derlotun əpəndi onunğa ajoyib salopatlik holatda tikildi. Qadrli Nevland, o'zim yoqtirmaydigan odamni azaldan mehmon qatorida uyimga taklif qilgan emasman. Bayatin Sillerton Jackson'g'imi mushundoq dedim. U soatga ko'zning qo'yliqida qarab qo'ydi-da, o'rnidan turg'ach so'zni davomlashtirdi. Loisa meni saqlab qoladigan bo'ldi. Tamoqni boldiroq yeb, Gertsogni teatrga apamaqshdiq. Mehmonning gavdasi keyindan eshik pardasi yem etildi. Archerning oilasini jimjitlik ilkiga oldi. Haqiqatan esil sifatgan bek romantik bo'ldi. O'zini aran tutib o'tirgan Jenny'ning og'zidan chiqayotgan bu so'zda uydagilarning qiziqishini qo'zg'ab bo'lolmadi. Bu bahoning zodi kimga qartilganligini hech kim bilmaydi. Archer xonim uhsing'inicha beshini chayqab qo'ydi.
Oqibatimi xo'shallik bilan tamomlansa bo'ladi-ku. Uning talabbuzidan bu xil mumkinchilikning qat'iy yo'qligini aniq biladiganligi oshkorlanib turadi. Nevland sirtqa chiqib ketmagin. Kechda Silverton Jackson apandi kelib qolsa ko'rishib qo'ygin. Men rostila uning nima deyishimni bilolmay qiyotdiman. Bechora opa, bilib qiling. U kelmaydi. O'g'li kulgunicha opasining turilgan qapoqlarini echish uchun suyib qo'ydi. Taxminan 2 haftalardan keyin Nevland Archer, Lightbray, Lamson, Low advokatlik o'rnidagi ishxonasida bekorchilikdan hangviqib o'ltiradi. Boshliqi tuyuqsiz chaqirtib qoldi. New-York Oqsunyaklar sinfidagi 3 avlod kishilarga mulozimat qilib kelgan peshqadam Lightbray apandi palisander yog'ichidan yasalgan yeziq ustidagi yuzlanganicha o'ltiradi. O'zaydan bosh qetinchiligiga duch kelganligi bilinib turadi. U o'zgilan qoshlari ustidagi g'ujmak qo'ng'ir chochlarini tuzashtirib qo'ydi. Uning yosh sheriki ko'nglida uning hozirgi holati kasalga diagnoz qo'yolmay qiynalib oila doktoriga naqadar o'xshagan, ha? deb o'yladi. Qadrli apandi. Archerni u azaldilla apandi deb chaqirdi. Siz bilan bir ish to'g'risida maslahatlashmoqchiman. Bu ishni hozircha Skipward bilan Redwardga vaqtincha bildirgim yo'q. U tilga olgan bu ikki mo'tvar mazkur advokatlik o'rnidagi boshqa ikki nupuzliq sheriklar edi. Nyu-Yorkdagi tarixiy uzoq boshqa advokatlik o'rinlariga o'xshashla bu o'rinning ish qog'ozida ism sharifi bor asldagi ko'ni sheriklarning hammasi burunla bu dunyodan xo'shlashgan edi. Lightbray apandiga o'xshash hozir ishlayotganlarni kasbiy otilish nuqtasidan olganda bovisining nomida ishlayotidi deyishga bo'ladi. U o'rindiqning yo'lanchikiga o'zini tashlab qapoqlarni turdida so'zini davomlashtirdi. Oila sababidan Archer beshini ko'tardi. Mengot jamati. Lightbray kulimsirgash beshini langshitganicha tushuntirishga o'tdi. Manson Mengot xonim tunogin menga odam avatib ekan. Navrisi Graf Oraniska xonim ajrishish to'g'risida sudga arz sunmoqchi ekan. Ba'zi hujjatlarni menga topshirib berdi. U ustalni chekinicha birdam jim turib oldi. Bu jamoat bilan to'ylashadiganligingizni nazarga olib, yanama ilgirlagan holda harakat qo'llanishdan burun bu delo to'g'risida siz bilan paranglashib beqishni loyiq topdim. Archerning qiziq qonlari chekisiga tepgandek bo'ldi. Oraniska xonimni yo'qlab bo'lgandan keyin Archer uni Mengot oilasining lojisida teatr ko'rayotgan chig'ida birlik qitim uchratgan edi. Yaqindan buyon May Wellandning Archer qalbidagi o'rni asliga kelayotqachqa, Oraniska xonimning simosi uning ko'nglidan asta-asta g'oyib bo'lib, burunqi yorqinligi so'slashib, takror paydo bo'lish xususiyatidan mahrum bo'lmoqda edi. Uning ajrishish ishini Jenni tunji qitim tilga olganda, Archer buni qilchi asosi yo'q o'zak so'z deb qarab, ancha eran qilib ketmagan edi. Shuningdan keyin boshqalarning tilga olganligini anglab baxmagan edi. Nazariya jihatdan olganda, ajrishish xohishiga Archer opasiga o'xshashla o'chmanlik pozitsiyasida turadi. Hozir uni teriktirayotgani Lightbray apandining uni bu ishga so'rab kirmoqchi bo'layotganligi edi. Mengot jamoatidami bundaq ishni qila oladigan erlar ko'p. Uning ustiga u hozircha Tex Mengot jamoatining rasmiy a'zosi bo'ladigan ashu to'yni qilib bo'lgani yo'q. U peshqadam sherikining davomli so'zlashini kutib turdi. Lightbray apandi bir tatmini ichib, ishidan bir bo'liq narsani oldi. Agar bu hujjatlarni ko'rib baqsangiz, Archerning qapoqlari turildi. Kechiring apandi. Dal ashu kelgusidagi tuqqanchilik munosabati sababidan shuni iltimos qilamanki, bu ishni eng yaxshisi Skipward apandi yoki Redwood apandi bilan maslahatlashgan bo'lsangiz.
Lightbray apandi buningdan sal tasodibiylik his qildi. Azroq xapimi bo'ldi. Qo'l ostidagi birining gap beshidilib bundoq so'zlar bilan rad qilishi odatda kamdan kam uchraydigan ahvol edi. Lekin shundaqdimi u yanada beshini langshitdi. Andishingiz o'rinliq. Buni hurmat qilaman apandi. Biroq bu ishda haqiqiy turda ehtiyotchan bo'laman desangiz, eng yaxshisi deganimdek qiling. Gapning rostini qilsam, bu mening fikrim emas. Balki Manson Mingot bilan o'g'illarining fikri. Lofil Mingot apandi va Villand apandilar bilan mo burunli ko'rishdim. Hammasi bu ishqa sizni soya qilishdi. Archer Saproyining o'rlayotganligini his qilyotdi. Yaqinqi 2 haftadan buyon o'zimiz sezmagan holda hech ish bilan kar yo'q bo'lib olgan edi. Mingot jamiyatining ashu tugumas talablariga sal ochchig'i kelgan chaqlarda moyning o'zin jamolini va yorqin xosligini ko'z oldiga keltirish orqali o'ziga hay berib kelgan edi. Ammo Mingot xonimning bu farmonidan Archer bu oiladagilar o'zlarini kelgusidagi kuyovlig'i har qanday vazifa yuklashga huquqliq deb qaraydi ekanda. Deganlarni his qilib yetganida o'zi elishqi zo'rlanayotgan bu rol g'azibini qo'zg'ab qo'ydi. Bu ishni uning tog'ilari hal qilish kerak-ku, dedi u. Hal qildi. Hammasi o'lishib ko'rib, Graf xonimning fikriga qarshi maqsadini ifodalashdi. Biroq u yanada o'z fikrida ching turib, qonunning kesimiga erishmaguncha bo'ldi qilmaydiganligini bildiryotdi. Yigit undimadi. Qo'lidagi qog'oz bo'loqni texicha ochmagan edi. U qaytadan to'y qilmoqchimikan? Meningcha shundoqdek turadi. Biroq o'zi bu nuqtani inkor qilyotdi. Undaqda Archer apandi, oldi bilan bu hujjatlarni ko'rib beqing, bo'lamdi. Keyin bu ahvol to'g'riliq so'zlashganimizda fikrimni sizga aytaman. Archer bu qarshi elinmaydigan hujjatni ilojsizlikdan elib qaytib chiqdi. O'tgan qitimliq uchrashishdan keyin Oraniska xonimga munosabatlik besimdan o'zini qochirish uchun Archer ijtimoiy aloqa faoliyatlariga salqin muomala qilib kelyotdi. Tammashning yanida Oraniska xonim bilan yolg'iz paranglashdan shakllangan qisqa ham qizg'in munosabati Saint Ostli Gersog bilan Limer Strasis xonimning usib kirishi ham Graf xonimning ularni qizg'in qarshi elishi sababidan nihoyat osonli uzilgan edi. 2 kundan keyin Oraniska xonim Van Derleton xotinning ko'ngliga yiqib qoldi. U komediyada Archerning yordami bor. Yüz abroyliq peshqadam mo'tivarning bir dastik gul orqali ifodalagan yaxshi ko'ngliga qanday minnatdorlik bildirishni u xonim obdan biladi. Mendek bir iqtidori cheklik soltekning o'g'irliqcha tasalli berishiga ham oshkora qo'dishiga u asla muhtoj emas. degan ochiq xiyolni ko'nglidan o'tkazganida Archer o'zidagi masalani oddiylashtirib oldi hamda g'uvolishib ketgan oila jamat ko'z qarashini odam hayron qolgudak ravishda asliga keltiradi. Archerning xiyoli mayga yo'tkaldi. Mayli qanday qiyin ahvolga yo'liqsin, u notonish erlarga ashu Oraniska xonimdek hol aytib yurmaydi. Ularga osonli ishinib ketmaydi. Shuningdan keyingi bir hafta jarayonida May uningga ilgirki har qanday chog'dagidanmi nazokatlik ham go'zal ko'rinib ketdi. U hatto Mayning to'yga putishish vaqtini kechiktirish orzusiga bo'ysundi. Chunki May talash tortishni tugatishning chorasini tepib chiqib, uni to'y vaqtini oldiga surish talabidan voz kechtirdi. Archer munozirlashmoqchi bo'lgandek talaffuzda kichik vaqtingizdan tortib faqat chek bosqudek gap qilsingizlar, ota-onangiz o'z maylingizcha ish qilishga o'rgatib qo'yibdi ekan sizni. Buni bilasiz? Deganda May chiroyini o'zgartmasdan Ha, dal mushu sababdan ularning meni kichik qiz ko'rib, o'tirg'a qo'ygan eng oxirgi talabini rad qilamidim. degan edi. Bu Nyu-Yorkning ko'na qoidasi.
u xotinining ashundaq javob berishiga mangu ishonadi. Agar bir odam Nyu-Yorkning havosidan nafaslanishga odatlanib qolsa, undaqda ba'zida toza suzuk bo'lmagan narsalarga duch kelsa, buruqtirma bo'lib qoladi. Qaytib kelgandan keyin o'qigan heliqi hujjatlar amaliyotda uningga hech qanday ahvollardan uchur berilmadi. Aksicha ichini siqib, qattiq g'azabini qo'zg'adi. Bu hujjatlar asosligi Graf Oraniska xonimning advokati bilan Fransiyadagi bir qonun organi orasida yozilgan xatchaklardan iborat edi. Asosliq mazmuni bo'lsa, Graf xonimning mazkur organga o'zining iqtisodiy ahvolini aniqlab berish to'g'risida sungan iltimoslarini markaz qilgan edi. Uningdan boshqa yana Grafning xotiniga yozgan qisqa xatimi bor edi. Ashu xatni o'qigandan keyin Newland Archer o'rnidan dast turib ketdi. Hujjatlarni konvertga soldi-da, Lightbray apandining ishxonasiga qaytadan kirdi. Bu xatlarni sizga qaytarib beray apandi. Agar xohlasangiz, Oraniska xonim bilan ko'rishsam. Archerning ovozi sal tabiiyligini yo'qotgan holatda edi. Rahmat sizga, Archer apandi. Rahmat. Vaqtingiz bo'lsa, kechlik tomoqni birga yeylik. Agar ati havola qiluvchimiz bilan ko'rishmoqchi bo'lsangiz, tomoqdan keyin ba'zi ishlar to'g'risida paranglashib olaylik. Bugunmi Newland Archer o'dil uyga qaytgan bir kun bo'ldi. Suzuk, pokiz bu qish oqshimida amdili ko'tarilgan oy dal o'g'zining o'ttirsiga to'g'ri kelgan edi. Kechlik tamoqda Lightbray apandi bilan birga bo'lish va uning maxfiy uyiga solinishdan burunqi mushu paytda qalbiga g'ubarsiz nurlarni to'ldirish istigi Archerni hech kimga gap qilg'isi kelmas qilib qo'ygan edi. Boshqacha qarorga kelish mumkin emas. Cho'qim Lightbrayning deganidek qilish kerak. Archer endi Oraniska xonim bilan ko'rishishi lozim. Biroq uning maxfiyatini boshqalarga oshkorlab qo'yishga bo'lmaydi. Mushu paytda esdashlik kalkuni uning qalbidagi bezorlik va so'g'uq muomalani yiqitib ketdi. Oraniska xonim uning oldida notavon sifatida turmoqda. Turmush bilan qarshilashishdak tavakkulchilikda texmi cho'ng azobga duchor bo'lishdan saqlanib qolish uchun uning har qanday badal to'lashdan ayonmay qutqizib olishini kutmoqda. Archerning elimi esida. Velland xonim Oraniska xonimdan ilgirki har qanday ko'ngilsizliklari to'g'risida so'zlamaslikni talab qilgan ekan. Buni Oraniska xonim aytib bergan. Dal mushundaq kayfiyat bo'g'ashqila Nyu-Yorkning havosi mushundaq sap bo'lib ketgan bo'lishi mumkin. Mushuni o'ylaganida uni qo'rqinish bosatdi. U o'zi ishonch qilib kelayotgan ashu prinsiplarning shunchalik tuvan darajada ekanligini tunji qitim his qilyotdi. Kishilar uni tavakkulchilikdan qo'rqmaydigan yigit deb qaraydi. Ammo Gomish Tori Boshford xonim bilan bo'lgan ishqiy maxfiyatligi toza maxfiy bo'lmag'achqa, o'ziga ismi jismiga loyiq tavakkulchilik tusib berolmaydiganligi uningga ayon edi. Ammo Roshford xonim yeliqidek ayollardan edi. Tabiatida ahmoqlik, shuhratparastlik va o'g'irlikcha bir ishlarni qilishga bo'lgan ishtiyoq asosiy o'rinni egallaydi. Ishning maxfiyligi va tavakkulchilik tusi uningga nisbatan yigitning sehriy kuchi va mijoz xulqidan mubakrak jalb qilish kuchiga ega edi. Ishning mushu haqiqiy ahvolini bilganida azobdan Archerning yuragi par-par bo'lib ketgili tasli qolgan edi. Biroq hozir qaytadan nazar sog'inida ashu ishni o'zi uchun bir to'liqlama bo'lgandek his qildi. Yig'ib aytganda, ashu bir mezgillik amroqlik va adovat o'zi bilan o'xshash yoshdagi yigitlarning hammasi degidek boshdan kechiradigan ashu xil kechirmishga tava edi. Uning sodir bo'lishi vijdonga hech qanday ta'sir ko'rsatolmaydi. Shundaqla bu xil qarash har qanday davolg'ishdan xoli edi. Er kishining hurmatiga va mastona bo'lishiga erishgan ayol bilan so'qilnishi va hesdashligini qo'zg'agan ayol orasida osmon zamin farq bor deyiladigan qarashning ta'sirida boshqalarning hammasi opisining, ommilarining va yoshda cho'ng boshqa ayol tuqqanlarining vasvasiga selishiga uchraydi va qo'llashiga erishadi. Bu ayollarning hammasi Archer xonim bilan o'xshash pozitsiyada. Bundaq ishning yuz berishi erlar uchun aytganda ahmoqlikdan derak beradi. Ayollar uchun aytganda
jinoyat hisoblandi deb qaraydi. Archer xonim tunuydigan barliq yoshli cho'ng xonimlarning nazarida xalq bilan osonlik yaxshi ko'rishib qoladigan har qanday ayol cho'qim rasvo ko'ngli heli mikr bilan to'lgan bo'ladi. Sodda ko'ngil yigitlar bo'lsa, eziqtirish oldida ojizlik qilganlardan iborat bo'ladi. Shunga bundaq ishni hal qilishga chora ko'rsatishda hammasila yigitni biray yaxshi qiz bilan to'y qilishga boldiroq ko'ndirib, uni shu qizning qo'liga tutqizish kerak deyishadi. Archerning xiyoli davomlashmoqda. Koni andizidagi Yevropa jamiyatida muhabbat masalasi balkim bundaq oddiy bo'lmasligi, shundaqla buncha osonli turlarga ayrilmasligi mumkin. Boy-boyashat, g'amsiz, davrangvoz oqsungaklar jamiyatida buningga o'xshash xufiyona muhabbatning ko'plab ko'rildiganligi muqarrar. Mijoz tabiati nozik kelgan yolg'iz ayollar ijtimoiy muhitning qisitishi sababidan an'anaviy qoidalar abu qilmaydigan hissiyot mojarosi ichiga so'rab kiriladigan ahvollarning yuz berish ehtimolligimi intayin cho'ng. Archer uyga qaytib kelibla, ertasi qandoq chog'da ko'rishgili bo'ladiganligi to'g'risida graf Uraniska xonimga ishkilik xat yozdi. Xatni olib bergan xizmatkor uzoq qolmayli javob berib keldi. Uraniska xonim ertasi atganda Van Derlotun er-xotinlar bilan birga Scott Colifga boradi ekan. Ammo bugun kechlik tomoqdan keyin o'zi yolg'iz uyda bo'ladi ekan. Javob xat toza pokiz bo'lmagan yarim varaq qog'ozga yozilgan. Chesla adreslari yo'q edi. Ammo yezilishi ravon o'tkir tuyg'u beradi. Archer uning hashamatlik ham jimjit Scott Colifga berib yakshanba o'tkazilganligidan xushal bo'ldi. Biroq birdamdan keyin shuni his qilib yetdiki, u ashundaq joyda ko'ngilsizlikdan qat'iy o'zini qochiradigan heliqidak ideyaning so'g'uq taptini eng cho'nqur his qiladi. Soat 7 bo'ldi. U Lightbray apandining uyiga dal vaqtida yetib keldi. Tamoqdan keyin darhol menishga bahona tepilganligidan ko'nglida xushal bo'lib o'tdi. Lightbray apandi bergan heliqi hujjatlar uningda burunla o'ziga xos fikr shakllantirib bo'lgan edi. Shunga boshliqi bilan bak cho'nqur fikrlashib ketgusim yo'q edi. Lightbray apandi bo'ytoq edi. Shunga tamoqqa ikkala odam o'tirishdi. Tamoq bakli mo'l bo'ldi. Biroq nozu ne'matlarning tatilishi to'limi osta bo'lib o'tdi. Qarang'u radsiz oshxonaga Chatamning o'limi va Napoleonning tosh kiyish murosimi degan ikki parcha rasm esiqliq turadi. Qochqumush ishkovidagi o'qurliq ko'ribkining ustiga bir botulka Xot Brion harqi va bir botulka uzoq yil saqlangan Lanin qizil harqi qo'yilgan edi. Bu haraq Tom Lanin degan nonqipi San Fransiskoda sirliq ham sharmandalarcha o'lib ketishdan 1-2 yil burun bahosi tushirilib setilgan haraqlardan edi. Yer ostidagi haraq o'risini kim ortiq qilib setish, oilasiga ilib kelgan nomus, uning o'limi paydo qilgan nomusdan ko'p eshib ketgan edi. Tamlik oyster qo'lilisi sho'rpisidan keyin selt beliqi bilan xanga, ondan keyin chuju go'shi va mayda pishirilgan qiymiliq qo'noq neni tortildi. Buningga ulapla yana yav o'rdak go'shi, tuxum seriqi aralashtirilgan chingsay qatorliqlar chiqdi. Tushlik tamoqda sandviç bilan choy ichgan Lightbray apandi kechlik tamoqni oldirmay butun ishtiyoqi bilan yemakda edi. Hamda mehmonnimi o'zda qilishga hadab zo'rlaydi. Oxiri oyoqlashtirish qoida usullari baja keltirilgandan keyin dasturxon yig'ishtirilib, sigar tutashtirildi. Lightbray apandi aroq botulkasini g'arb tarafga sal surib qo'ydi-da, yo'lanchikka o'zini tashladi. Dömbisini tam mashdagi o'tqa bahuzur qoqlash imkoniyatidan to'liq foydalanganicha asosiy temaga ko'chdi. Jamiyatidagi hammaylar uning ajrishishiga qarshi buni nihoyatda to'g'ri deb qarayman. Archer munoziraning yana bir tarafida turayotganligini darhol his qildi. Bu nima uchun apandi? Agar biradilo ayol taraf bu yoqda, er taraf u yoqda, Atlantik okean arni ayırıp tursa, Dilo'nun nemi paydası? Eri razı bulup bergandan başqa, u $1 dollarga mı erişenmeydi?
Ularning ashu majrasidagi mulklarni bartaraf qilish qonun qoidalarida bu nuqta to'g'risida aniq belgilamalar bor. Ashu yoqning ahvoliga asoslanganda Oraniska nihoyat mardlik qilgan hisoblanadi. Chunki u aslida xotiniga biror yarmoqni bermasdan qo'g'livassimi hech kim o'kti qopolmaydi. Yigit bu nuqtani bilgandan keyin undimadi. Manga ayanki Lightbray apandi gapini davomlashtirdi. Oraniska xonim pulning ishini ancha cho'ng bilib ketmaydi ekan. Shunga uning jamiyatidagilar aytgandek, bu ishni o'z mayliga qo'yayotgan yaxshimikin deyman. Archer bir soat burun Lightbray apandining uyiga kelganda, bu boshlig'i bilan o'xshash fikrda edi. Ammo bu gaplar qo'sig'i to'q, shaxsiyatchi, hammaga so'q nazarda qaraydigan qerining og'zidan chiqayotqachqa, Archerga xuddi bir ko'ngilsizlik chiqib qolishqa, jini bilan qarshi turadigan oqsuyaklar jamiyatidagi saxtipazning talaffuzidek bilinmoqda edi. Meningcha, bu ishni Oraniska xonim o'zi qaror qilgan tuzuk. Agar u ajrashish maqsadida ching turib olsa, oqibatning qandoq bo'ladiganligini o'ylab baqdingizmi? Erining xaytidagi tahdidlarni ko'zda tutyapsiz? Uning qo'qidek nari bor? U faqat bir g'azablangan kishining mujmal shikoyatidan iborat xolos. To'g'ri deysiz. Biroq u rostalla o'zini oqlashga tutunsa, ko'ngilsiz gaplarning o'tirg'i chiqib qolishi turg'anli gap. Ko'ngilsiz gap? Dedi Archer terkib. Lightbray apandi qoshlarini ko'tarib, ta'jjublangan holda Archerga qaradi. Archer bu boshliqiga o'z o'yini tushuntirishning ortiqcha avorchilik ekanligini tonib yetdi. Boshliq davomliq so'zga o'tdi. Ajrashish mangu ko'ngilsiz ish. Archer sukut qilganicha beshini langshitdi. Fikrimga qo'shilamsiz? Lightbray apandi jimjitlik ichida birdam saqlab beqib so'radi. Ha, albatta. Undaqda menmo Mingot oilasimi sizga tayinib, ta'sir kuchingiz orqali bu xil fikrga qarshi tursak bo'g'idakda. Archer arsalda bo'lib qolibroq, oxir eg'iz ochdi. Graf Oraniska xonim bilan ko'rishishdan burun buningga kapolat beramayman. Hay, sizni rostla tushunamay qolyapman, Archer apandi. Ajiba siz ajrashish da'vat dasturiga tushib qoladigan oila bilan to'ylashmoqchimi? Meningcha, u ish bilan bu ishning qilchi munosabati yo'q. Lightbray apandi romkini qo'yib, yosh sherikiga tikildi-da, ehtiyot ham tashvish ifodasida bir qaravatdi. O'ziga topshirilgan buyruqning qaytarib olinishdek xatarga tavakkul qilayotganligi Archerga ayon edi. Aniq aytib belgilab bo'lmaydigan ma'lum sabab tufaylidan u bundoq ahvolning kelib chiqishini xohlamaydi. O'ziga topshirilgan vazifadan voz kechgusi yo'q edi. Uning ustiga ashundaq mumkinchilikning oldini olish uchun Mingot jamiyatining qonuniga vakillik qiladigan tasavvur kuchi kamchil bu bovoyni xotirjam qilishi zarurligini biladi. Xotirjam bo'lavering apandi. Osonlikcha pozitsiya bildirmaydigan odatimni sizga doklad qilmoqdaman. Bayatim demoqchi bo'lganim, Oraniska xonimning o'y xiyolini bilib beqishdan burun fikr bayon qilg'im yo'q degandan iborat. Nyu-Yorkning esil an'anasi hisoblanadigan bu xil ziyodi kamtarlikdan suyungan Lightbray apandi beshini langshitdi. Yigit qo'l soyitiga qaradi-da, ko'rishishga deyishib qo'yganligini bahona qilib xo'shlashdi. Nyu-Yorkning kona odati bo'yicha kechlik tomoq odatda soat 7 da tortiladi. Tamoqdan keyin o'zaro yo'qlashadigan odat Archer bilan dematlik yoshlar orasida masxaraga uchrayotgan bo'lsa-mu, lekin tex modadan qolmagan edi. Yigit Waverly maydonidan chiqdi-da, 5-ko'chani bo'ylab asta qadamlar bilan yuqoriga mangdi. Uzun ketgan 5-ko'cha odamsiz edi. Faqat Regi Chiferisning darvozasi oldida bir qancha payton turadi. Uchisiga palto, qo'liga palay kiygan peshqadam supat simola
bir qo'ng'ir tosh imoratning palampaydan yuqoriga o'rlab gaz chiroqliq dahlizda g'oyib bo'ladigan ko'rinish onda sonda ko'rinib qoladi. Washington maydonidan kesib o'tganda Archer yoshli cho'ng Durak apandining Dagonit Arxutullanikiga manganligini ko'rdi. Bular bu buvayning navri tuqqanlari edi. G'arbiy 10 ko'chadan qayrilganda xizmatdoshi Skipwort apandini uchratdi. Bu kishining Lanin xonimni yo'qlab manganligi aniq edi. 5 ko'chani bo'ylab yuqoriga birdan mangandan keyin darvozasining palampaydan tushayotgan Beaufort ko'zga chiliqdi. Uning qora simasi chiroq yo'riqida to'liq gavdalik ko'rinadi. Beaufort palampaydan tushibla shaxsiy paytoniga shung'idida maxfiy shundoqla eg'izga ilishga absiz bo'lgan manzilga yurib ketdi. Bugun kechda opera o'ynalmaydi. O'rinlashtirilgan ziyofatlarmi yo'q edi. Shunga uning sirtqa chiqishi cho'qim o'g'irliqcha harakat qilish xarakterini olgan bo'ladi. Archer uning harakatini Lexington ko'chasining chetidagi bir qo'ro bilan bog'lab tasavvur qildi. U uyga texi yaqindala zinnatli parda va gul sandiqlari degandek narsalar paydo bo'lib qolgan edi. Yangili salangan darvozasi oldida Vanni Linning so'z seriq paytoni saqlab turadi. Uning ustiga bu xil ahvol pat-patli ko'riladi. Archer xonimning aloqa chambrikini shakllantirgan ushluq ham teyilg'oq kichik piramidaning sirtida xaritadan topqili bo'lmaydigan bir rayon bor. Bu yerda turayotgani rassom, muzikant va yeziqchilik bilan shug'ullanadiganlardan iborat. Kishilar uchun aytganda qismdan ayrilib qolgan askarlardek o'rinda turayotgan bu bir to'p kishilar azaldilla oqsunyaklar jamiyati bilan bir gavda bo'lib ketish orzusini bildirib boqqan emas. Turmushini kishilar g'alita deyishsimu, lekin bularning yurish turishi durust. Birli yeri shu kishilar bilan aralashishni xolab ketmaydi. Midora Manson ro'noq topgan mazgillarda adabiyot salonidan birini uyushtiribmi boqqan. Biroq adiblar qadam tashrif qilishni xohlamaganlikdan davomlashtirolmagan. Boshqalarmi buni sinab qilib boqqan. Buning ichida tilga elishga tegishligi Blank familiyalik oila edi. Bu oiladagi chechalang'i 3 qiz so'zman opasining yetakchiligida xeyli ishlarni qilib boqqan. Bularning uyida Edwin Buz, Patty va William Winterlarni, yana texi Shakespeare dramalarida rol oladigan yangi artist Georgi Reginolni, onundan boshqa bir qancha jurnalning muharrirlari, muzikantlar va adabiy obzorchilarni uchratqili bo'ladi. Archer xonim va aloq chamberkidagilar madaniyat sohasidagi bu kishilardan tashvishlanish tuyg'usida edi. Ularning kishilar bilan bo'lgan muomalasi g'alita, tushuniksiz bilinadi. Turmushi va ideyasining orqa ko'rinishida kishilarga noaniq narsalar bordek tuyuladi. Archer familiyalik bu qatlam adabiyot va san'atni nihoyat cho'ng biladi. Archer xonim hamisha bolalarga mundoq deydi. İlgiri aloqasi Washington Owen, Feit, Gerin Harik qatorliqlar va jinoyat o'tkazgan Parini yozgan shoir degandeklarni o'z ichiga oladi. U chaqlardagi kishilar to'limi adablik, sopaliq edi. Ashu bir davrdagi donliq yozuvchilarning hammasi mo'tvar edi. Halbuki ularning ishlariga varislik qilganlar mo'tvarlarga istiyg'u bo'lsa-mu, lekin kelib chiqishi, qiyofati, chash pasoni hamda sahna va opera bilan bo'lgan zish munosabati tufaylidan bu kishilar bilan koni Nyu-Yorkning mizoni orasida eg'ir darajadagi mos kelmaslik holda shakllangan. Qiz chaqlarimda deydi Archer xonim doim. Bartli va kanal ko'chalaridagi har bir kishi bilan tanishdik. Uning ustiga biz taniydigan kishilarningla paytoni bor edi. U chaqlarda biror odamning salohiyatiga hukm qilish xudo olqanni o'rgandeklar oson ish edi. Hozir qiyinlashib ketdi. Men g'o'sinab beqishni xohlamayman. Katerin Mingotla bu hangdan halqib o'tgan birdan bir shaxs bo'lsa kerak. Chunki uningda axloqiy betaraflamalik yo'q. Uning ustiga yuqorqidek sazgur farqlarga bo'lgan so'q muomalasi yangidan bosh ko'targan esilzodlarniki bilan o'xshash. Biroq u azaldilla bir kitobni varaqlab boqqan emas. Bir parcha rasmni bahrlanish nuqtasidan ko'zitib boqqan emas. Muzikani faqatla Italiyada o'tkazgan shod-xuram kashlarni aslash uchun yaxshi ko'rdi.
Chunki muzika uning Doylel ordusidagi saltanatini yodiga soladi. Uning bilan o'xshash jasoratli bo'lgan Beaufortmi aslida bir kishini ishga oshira olishi mumkin edi. Biroq ashu hashamatlik turalg'usi va yepak paypoq tortadigan xizmatkorlari berasmiy aloqalardagi to'salg'i bo'lib qoladi. Uning ustiga Omo Mingot xonimga o'xshashla savodsiz bo'lg'ashqa yeziqchilik bilan shug'ullanadiganlarni boy kishilarga xushalliq ato qilish orqali pul topadiganlar deb tushunadi. Ammo uningga ta'sir ko'rsatadigan ashu boylarning birarimi bu xil ko'z qarashdan gumonlanib boqqan emas edi. Newland Archer esini bilgandan tatibla bu ishlarni bilatdi hamda uni o'z dunyosining bir tarkibiy qismi deb qaraydi. İlgari doim Merimi Sakre, Browning va William Morris qatorliq mashhur kishilar parangning asosiy temisi qilingan so'rinlarda o'ltirsa, odam qandoq tuyg'uda bo'ladigandu deb o'ylaydi. Ammo Nyu-Yorkda buning mumkinchiligi yo'q ekanligini o'ylab beoram bo'ladi. Archer yeziqchilik qiladiganlar, muzikant va rassomlardan xeyli chiqini tunuydi. Asr yoki yangidan qurilgan kichik tipdagi muzika klublari yoki teatrxonalarda ular bilan uchrashib qoladi. Undaq joylarda ulardan so'xilnadi. Blank oilasida bo'lsa, ulardan bezor bo'ladi. Chunki ularning yanida qizg'inligi ziyoda chakina ayollar kam bo'lmaydi. Bu ayollar xuddi o'ljaga tushgan g'alati maxluqlardek ularning atrofida shapashlab yuradi. Ned Vincent bilan bo'lgan bir qitimliq eng hayajonli suhbatdan keyin Archer shuni his qildi. Agar o'zining turmush bo'shlig'ini noit tor desa, undaqda bu kishilarninkimi keng emas. Har qanday bir tarafning bo'shlig'ini kengaytirishda turmush usulining tabiiy holdagi bir gavdalashishi buningdagi birdan bir usul. Archerning bulani o'lishi amaliyotda graf Oraniska xonim yashagan, bardoshlik bergan, mundaqcha aytganda sirliqligini, xushalligini tetib ko'rgan ashu oqsunyaklar jamiyatiga nisbatan ko'nglida bir xil paraz hosil qilishni maqsad qilgan. Oraniska xonim o'zining yeziqchilik qiladiganlarga xos ashu shalloq ko'chada o'ltirishiga momisi Mingot xonim va Welland xotinlarning qarshi turganligini so'zlab bergan. Uning shu chog'dagi kayfiyati hozirmi Archerning esida. Uning oilasidagilarning o'shmanlik qilayotgani tavakkulchilik emas, balki namratlik. Biroq bu ko'langini unutib qolgan Oraniska xonim adabiyotning nom atiqi yaxshi emas o'xshaydi degan tuyg'uga kelib qolgan. Adabiyotga nisbatan Oraniska xonimning o'zida g'am tashvish yo'q. Mehmonxonasida chechilib yotgan kitoblar asosan degudek romanlardan iborat bo'lsa-mu, lekin Paul Bourget, Xiosman va Concord aka-ukalarning ismlari o'zining yangi ekanligi bilan Archerning qiziqishini qo'zg'agan edi. U mushularni xiyol qilg'ach, Oraniska xonimning ishga oldiga yetib keldida, o'zining qimmat qarishini ta'turga aylantirib etishda Oraniska xonimning qo'llangan ajoyib usulini yana bir qaytim ixtiyorsiz esiga oldi va Oraniska xonimning qiyin sharoitdan qutulishida rol o'ynayman deydiganman. Cho'qim o'zimni ilgirki bilan g'oyat zo'r darajada farqlanadigan holatga o'tkazish uchun kuchishim kerak deganlarni his qildi. Nastasiya chiroyida sirliq kulgi. U eshikni ochdi. Dahlizdagi o'rindiq ustida bulg'un terisidan astarlangan palto, chiroyli qatlangan qora yipak shilapa va yipak sharp turadi. Astarlardagi oltin bilan kashtalangan GB degan xatlardan bu qimmatli buyumlarning Julius Beaufortga xos mulk ekanligi chiqib turadi. Archer ochiqlanib qoldi. Ochig'ida nom kartasiga bir necha eg'iz so'zni jijilab qo'yib ketib qilishni o'yladi. Lekin Oraniska xonimga ikkilik xat yozganda bak ehtiyojchanligi sababidan yolg'iz ko'rishni eskartmaganligi esiga kelib, agar u ishni boshda mehmonga ochgan bo'lsa, o'zimdilla og'rinsam bo'ladi shu, deb o'yladi. Shunga qaddini tik tutganicha mehmonxonaga kirdi. Beaufortni ishga daxl qiladigan ortiqcha odam o'rniga tushirib qo'yish orqali bu yerdan ketkizib o'tish uning mushu chog'dagi qarori edi. Banker Beaufort tammashning qirig'i yo'linib turadi.
Tammesh jazısının üstü tərəfiga tatılğan kəştilik koni pərdə bir neçə dana şaxsıman mis şamdan bilan bastırıb qoyulğan idi. O məydisini keriginiçə mörüsünü jazıga tirib alğan idi. Bədəninin bütün ağırlığı lak ayaq kiyib puturning biriga tushgan edi. Archer kirganda u beshini tövənrək qilib kulimsirginicha ayol sahibxonga bir nimalarni da'vatlatdi. Ayol sahibxon turxun bilan tikbulun hosil qilgan safada o'ltiratdi. Gullar dövlab qo'yilgan bir shira safaning orqa tarafida to'siq hosil qilgan edi. Yigit bu katran gullari va kakuk gullarining Beaufortga tava parnikdan sovg'a qilinganligini pamladi. Oraniska xonim bir qo'lida beshini tirginicha gullarga bo'shroq yo'linib o'ltiratdi. Kang yanglari ichidagi belaklari jaynikigacha ochiq turadi. Xonimlar kashlarda mehmonlar bilan ko'rishganda kashlik tomoqdagi uy ichilik kiyim deyiladigan kiyimlarni kiyishga odatlangan edi. Bu xil kiyimlar odatda badanga ching chaplashib turadigan yipaklardan tikiladi. Yoqisi kichik elinib, o'chiq qolgan joylar gullik jiyaklik pirmilar orqali yepiladi. Chipida keladigan yanglardan elinadigan chaklar, oltin bilazuk degandek zinnat buyumlarini namoyon qilish uchun qo'l beg'ishini ochiq ko'rsatib turadi. Oraniska xonim bu xil odatga parvo qilmay, qizil duxovidan tikilgan kechilik kiyimini kiyib olgan edi. Kechilik kiyimning yuqorqi tarafiga paqirab turadigan qora mo'yliq teridan jiyak tutilib, ingakning atrofidan ko'krak qismigacha tushirilgan edi. Archer yaqinda Parijga borganda ko'rgan bir parcha rasmni esiga oldi. Yangi rasm Karol Les Duranning Parij go'zal san'at ko'rgazmasini zilzilaga keltirgan bu asridagi Eliq xonimning kiyvog'ini dal mushiningga o'xshash g'ilobdek qiyniq kechilik kiyim edi. Kechda qizg'in kayfiyat bilan to'lgan mehmonxonada mo'yliq teri tutilgan kiyimlar kiyilinsa, uning ustiga bo'yinla him etilib, bilaklar ochiq qo'yilsa, sal o'zbeshimchidek, yana shundaqla birovni qiziqtirayotgandek ko'rinib qoladi. Biroq inkor qilib bo'lmaydigan yeri shuki, bu xil qiyofat ko'rguchiga behli xush yoqadi. Skutkolevga berib to'liq 3 kun turmanda. Ajoyib ish bo'pti, juma. Archer uyga kirganda Beaufortning mushu gaplari qo'liqiga kirdi. Mo'yliq terdan qilingan kiyimlaringizning hammasini og'ash bering. Uningdan boshqa choydandan birani elib oling. Nemishqa u yerdagi uylar bak sovuqmi? Oraniska xonim so'rg'ash so'l qo'lini Archerga uzatdi. Sirliq ko'rinayotgan turqidan qo'liga Archerning suyib qo'yishini kutayotgandek ko'rinadi. Uy sovuq emas, balki ayol sahibxon sovuq. Dedi Beaufort ko'ngli bir yerda bo'lmagan holatda yigitga boshlang'itqash. Xonimlar kashlarda mehmonlar bilan ko'rishganda kashlik tomoqdagi uy ichilik kiyim deyiladigan kiyimlarni kiyishga odatlangan edi. Bu xil kiyimlar odatda badanga ching chaplashib turadigan yipaklardan tikiladi. Yoqisi kichik elinib, ochiq qolgan joylar gullik jiyaklik pirmilar orqali yepiladi. Chipida keladigan yanglardan elinadigan chaklar, oltin bilazuk degandek zinnat buyumlarini namoyon qilish uchun qo'l beg'ishini ochiq ko'rsatib turadi. Oraniska xonim bu xil odatga parvo qilmay, qizil duxovidan tikilgan kechilik kiyimini kiyib olgan edi. Kechilik kiyimning yuqorqi tarafiga paqirab turadigan qora mo'yliq teridan jiyak tutilib, ingakning atrofidan ko'krak qismigacha tushirilgan edi. Archer yaqinda Parijga borganda ko'rgan bir parcha rasmni esiga oldi. Yangi rasm Karol Les Duranning Parij go'zal san'at ko'rgazmasini zilzilaga keltirgan bu asridagi Eliq xonimning kiyvog'ini dal mushiningga o'xshash g'ilobdek qiyniq kechilik kiyim edi. Kechda qizg'in kayfiyat bilan to'lgan mehmonxonada mo'yliq teri tutilgan kiyimlar kiyilinsa, uning ustiga bo'yinla him etilib, bilaklar ochiq qo'yilsa, sal o'zbeshimchidek, yana shundaqla birovni qiziqtirayotgandek ko'rinib qoladi. Biroq inkor qilib bo'lmaydigan yeri shuki, bu xil qiyofat ko'rguchiga behli xush yoqadi. Skutkolevga berib to'liq 3 kun turmanda. Ajoyib ish bo'pti, juma. Archer uyga kirganda Beaufortning mushu gaplari qo'liqiga kirdi.
mo'yliq terdan qilingan kiyimlaringizning hammasini og'ash bering. Uningdan boshqa choydandan birani elib oling. Nemishqa u yerdagi uylar bak sovuqmi? Uraniska xonim so'rg'ash so'l qo'lini Archerga uzatdi. Sirliq ko'rinayotgan turqidan qo'liga Archerning suyib qo'yishini kutayotgandek ko'rinadi. Uy sovuq emas, balki ayol sohibxon sovuq, dedi Beaufort ko'ngli bir yerda bo'lmagan holatda yigitga boshdan shitqash. Meningcha u nihoyat yaxshi-ku. Meni atayin o'zi kelib taklif qildi. Momamni cho'qim bag'in deydi. Momangiz albatta shundoq deydi-da. Meningcha kelar yakshanba kuni Dermonikning uyida sizning sharpingizga uyushtirgan kichik tipdagi oyster qululusi ziyofatiga qatnashamisiz? Behli afsusnarlik ish bo'ladi-da. Kompaniyani sikalchi yana xeyli ko'p odamlar keladi. U bankerga tengirqash ichida qarab qo'ydi-da, nazarini yana Archerga yo'tkadi. Behli bag'im ba. Sitrasiz xonimning uyidagi ziyofatni hisobga olmaganda, bu yerga kelgandan buyon san'atkor bilan uchrashib baxmabdiman. Qanday san'atkorlar bilan ko'rishdingiz ba? Men ikki rassomni taniyman. Obdan odamlar. Qo'shilsangiz, sizni ular bilan ko'rishishga boshlab bo'lsam bo'ladi, dedi Archer qaramliqiga elib. Rassom? Nyu-Yorkda rassom bormi? So'radi Beaufort talaffuzidan. Men rasmlarni setib olmagan ekanman, ularning rassom hisoblanishi mumkin emas, degan ma'no chiqib turadi. Undaqda bek yaxshi bo'ladi ekan, biroq mening ko'zi tutayotganim drama san'atkorlari, naqshchilar, artistlar, muzikantlar edi. Erimning uydagi chaqda undaqlarning oyog'i uzilmaydi. Erim degan so'zni tilga olganda, bu so'z bilan biror baxtsizlikning bog'lanishligi bordek ifoda Uraniska xonimning chiroyida aks etmadi. Balki talaffuzidan xuddi turmushining xushalligiga echinayotgandek ma'no g'ilpol o'zini ko'rsatganda qiladi. To'yni bekor qilish uchun o'z nom-obro'yi bilan tavakkulchilikka tutingan mushu paytlarda ashu so'zni shunchalik beparvolik ichida tilga elish rostli ko'ngil ozodligidan bo'layotamdi yoki qasdan sovuqqan bo'lib olishdan bo'layotamdi. Archer buning tegiga yetolmay tengirqigan holda uningga tikildi. Meningcha hayron qolarlik ishlar odamni texmi bakrak xushal qiladi. Har kuni tar doirdagi bir qancha kishi bilan bordi keldi qilishmi balkim bir xatolik bo'lsa kerak. Nimalar degan bilan odamning bahli ichi pushidi. Nyu-York kishini buruqtirma qiladi, dedi Beaufort og'irnib. Siz uchun kayfiyatni toza bir jonlantirib etay desam, meni umidsizlantirib qo'yapsiz-da. Gapimni anglab, yaxshiroq o'ylashib beqing. Yakshanba siz uchun eng oxirgi fursat. Chunki kompaniyani kelar hafta Baltimore va Filadelfiyaga mangadi. Tinch joydan birini tepib qo'ydim. Stanway pianinosidan biri bor. Ular men uchun tong otquchi naqshi aytadi. Bak payzi bo'g'idik. O'ylashib, ati tushdan burun xabarni beray, bo'lamdi? Uraniska xonimning bu so'zlari yaqinlik bilan aytilgan bo'lsa-mu, uchrashishni oxirlashtirishdan xabar berib turadi. Beaufort buni aniq his qildi. Biroq rad qilinishga odatlanmagachga, Uraniska xonimga tikilganicha joyida midirlamay turaverdi. Ko'zlari orasida jahil qo'rqdan bir paydo bo'ldi. Nemishqa hozirla javob bermaysiz? Bu ish bek muhim, uning ustiga kesh bo'lib ketdi. Oldirab tenib qaror chiqarsam bo'lmaydi-da. Sizningcha hozir bakka sho'p ketdimi? Uraniska xonim Beaufortga qaytadan bir qarab etdi. Chunki yana Archer apandi bilan deyishadigan ishim bor. Gapning uranida ozroqmi o'tinish ma'nosi yo'q edi. Buningdan terikkan Beaufort deginicha mo'rilarini qisib qo'ydi-da, sovuqqan holatiga qaytib, xuddi noit pishiq harakatni takrorlayotgandek uning qo'liga so'yib qo'ydi. Qo'l uning eg'iziga qo'polroq harakat bilan tortib kelindi albatta. Eshik tarafdan uning vaqirgan ovozi anglandi. Gapimni angla, Nevland. Graf xonimni shaharda qilishga ko'ndiralisang, ziyofatga billa bosang bo'ladi. Arqadan uning takabbur ham kuchli qadamlar bilan chiqib ketayotgan simosi qiyo ko'rindi. Archer asli
Lightbray apandi mening keladiganligimni Uraniska xonimga xabar qilib bo'ldi, deb o'ylagan edi. Biroq xeyli uzoqcha bu to'g'riliq gap bo'linmagandan keyin bu qarshida o'zgarish bo'ldi. Gapingizcha rassomlarni taniydi ekansiz-da, ularning muhitini tushunamsiz? Qiziqish nazarida so'radi Uraniska xonim. Butunlay shundoq deb ketganimi bo'lmaydi. Meningcha san'atkorlarga bu yerda hech qanday muhit yo'q. Hech qaysisiga yo'q. Ularni nepiz girvakila o'xshatish mumkin. Mushu turdagi narsalarga amraqmisiz? Nihoyatda amraq. Parij va Londondagi chog'larimda har bir qitimliq ko'rgazmani qo'ldan berib qo'ymaydim. Amalning boricha modaga agishish mening xo'yim. Uraniska xonim duxovi ko'ngligining ostidan ko'rinib turgan tovar kashiga qarag'inicha beshini tuvan soldi. Men burun yaxshi ko'ratdim. Turmushim mushundaq narsalar bilan to'lg'an edi. Biroq hozir amalba yaxshi ko'rmaslikka tirishyapman. Amalba yaxshi ko'rmaslik qo'ydimisiz? Shundaq, ilgirki turmushimdan butunlay voz kechib, tamoman mushu yerdagilardagila bo'lib ketaymikin deyman. Bu yerdagilarga mangu o'xshab qolmaysiz. Archerning yuzlari qizirib ketdi. U bejirim qoshlarini ko'tarib qo'yib, birdam turib olgandan keyin boshqalar bilan farqlanib ketishdan qanchalik bezar ekanligimni bilgan bo'lsangiz, bundaq demas bo'g'idingiz balkim, dedi. Mushi gapdan keyin uning chiroyi xuddi tragediyalik niqobdek g'amkin holatga o'tdi. Oldiga sal yengishib, o'riq qo'llari bilan tizini mahkam quchoqladi. Nazari Archerdan yo'tkilib, yiroqlarga tikildi. Ilgirki turmushimdan uzil-kesil qutulsam deyman. Uning so'zidan qat'iylik chiqib turadi. Archer birdam sukut qilib turib etib, gelini qirg'ash, bilaman. Lightbray apandi menga aytgan, dedi. Ha? Men dal mushu ish uchun kelgan. Meni shu kishi avatdi. Advokatlik o'rinda ishlaydiganligimni sizmi bilasiz? Qarmoqqa u tasodibiylik his qilayotgandek ko'rinadi. Arqadınla ko'zlarda xushalliq alomatlari aks etdi. Gapingizga qaraganda bu ishimni siz bejarib beralaydi ekansiz-da. Lightbray apandi bilan so'zlashmay, siz bilan so'zlashsammi bo'ldi ekan, ha? To'limi ozodlik his qilyapman jimo. Archer uning talaffuzidan ta'sirlandi. Ishonchimi o'z-o'zidan qanoatlanish tuyg'usiga agishib oshmoqda edi. Uraniska xonimning Beaufortga "Men yeningizga mush ish to'g'riliq so'zlashgili kelgan" deyishi faqat uningdan qutulish uchun degan gapi edi. Hozir Archer buni his qilib yetdi. Halbuki Beaufortning qo'lib etilishini faqat g'albi nuqtasidan tushunib olishga bo'lmaydi albatta. Men yeningizga mushu ish to'g'riliq so'zlashgili kelgan, takrorladi Archer. U Safaning yo'lanchikiga qo'yilgan belikida beshini tirginicha tinsiz o'ldiratdi. Chiroyi tatarang'u, nursiz edi. Qarmoqqa uchisidagi qiyniq kiyim uning bilan rang talishib, rangi ruxsarini xunukrak ko'zitib qo'yayotgandek turardi. Archerning ko'nglida tuyuqsizla, u haqiqatan bechora ekan, degan xiyol paydo bo'ldi. Endi paktga yuzinishimiz kerak, deganni o'ylaganida Archerda tabiiy qo'rqinish paydo bo'ldi. Tasodifiy ishlarni bartaraf qilish tajribam bek kamchilgan. Bundaq ahvolda ishlatadigan so'zlarga pishiq emaskanman. U so'zlar men uchun xuddi roman yoki dramalarda ishlatiladigan so'zlardek notanish ham yiroq ekan. Archer yuz berish oldida turgan ahvolga yuzlanganida xuddi kichik boladek qisilib, tortinib qelyotdi. Birdamdan keyin Uraniska xonimning hissiyotida o'zgarish yuz berdi. O'tmishimdan qutulg'im ba. Tushunaman. Undaqda menga yordam qilishni xohlaydi ekansiz-da. Uning chiroyida xushalliq aks etdi. Oldi bilan, dedi Archer sal arsalda bo'lib. Texmi ko'proq tushunish hosil qilishim kerak-ku. Erimni, uning bilan bo'lgan munosabatimni tushunmoqchi bo'layotgansiz, ha? U shundoq degan ma'noda qo'l ishorasi qildi. Albatta.
İkkilan yana sukut ichida qoldi. Archerning tasavvurida Graf Oraniskaning yiliqi xati ikkilanning orasiga kirib olib, kishini bezor qilmoqda edi. Yerim betli yozilgan bu xatning mazmuniga kelsak, Archer Lightbray apandi bilan paranglashganda deganidek, g'azablangan kishining mujmal shikoyatidan iborat edi. Bu shikoyatning kaynida zodi qanchalik paket borligini faqat Graf Oraniskaning xotini bo'g'ichilar aniq aytib beralaydi. Siz Lightbray apandiga bergan hujjatlarning hammasini men ko'rib chiqdim, dedi Archer oxiri. Ha, yana uningdan yerginishik narsalar bormi ekan? Yo'q ekan. Oraniska xonim qiyofatini sal o'zgartib, bir qo'lida ko'zlarini to'sib oldi. Albatta, sizmi bilasiz, dedi Archer ulapla. Eringiz davolashmoqchi bo'lsa, o'zining tahdid sog'inidek, u balkim bir qism ko'ngilsiz ishlarni, sizga foydasiz ishlarni davatishi mumkin. Bundoq gaplar nim bo'pti? Demakchi bo'g'inim, bundoq gaplar har qancha asossiz bo'lsa-mu, ochiq oshkora deyilib ketsa, osonla tarilib, sizga ko'ngil og'rig'i tepib berishi mumkin. U xeyli uzoqcha jimib ketdi. Archer uning to'svilingan yuzlariga tikilib turaverishdan voz kechdi. Uning yana bir qo'lga diqqatini og'dirib, qalbiga o'rnatib olishga yetarli vaqt chiqdi. Tizig'i qo'yib bu qo'lning nomsiz barmoqi, chimchiloq barmoqidagi 3 dal uzuk ko'zga alohida tashilinib turadi. Bu uzuklarning orasida to'liq uzukning yo'qligimi Archerning nazaridan qechib qutulolmadi. U shikoyatlar ko'pchilikka oshkorlanib ketgan taqdirdami, bu yerda men qanday ziyon keltiralaydi? Archer bechora bola. Bu yerda keltiradigan ziyni har qanday joydagidan cho'ng bo'ladi, deb vaqirvatgili tasli qoldi. Ammo eg'izdan chiqqan javobining talaffuzi Lightbray apandinikiga o'xshab qoldi. Siz burun turgan joylarga silishtirganda, Nyu-Yorkning ijtimoiy aloqa doirasi to'limi kichik. Uning ustiga sirtqi hodisalarning qandoq bo'lishidan qat'iy nazar, u hamon ideyasi joyil oz sondagi kishilarning hukmronligida turadi. Archer uning undamaganligini ko'rib, so'zni davomlashtirdi. Bizning to'y qilish, ajrashish to'g'risidagi ideyalarimiz bakli qaloq. Qat'iy qo'llamamdi. Ajrashmoqchi bo'lgan ayolda o'ziga foydasiz sirtqi hodisalar azroqli ko'rilib qolsa, odatlarga xilof keladigan har qanday bir harakati sababli yoshirin hujumlarga duchor bo'lib qolsa, undaqda mayli u qanday ziyonkashlikka uchragan bo'lsin, mayli qanchalik pok bo'lsin, ijtimoiy odatlarning qo'llashiga zodili erishamaydi. Oraniska xonim beshini bakli tuvan silib oldi. Archer yana kutish holatiga tushib qoldi. Jiddiylik ichida kutayotgani g'azablanish yoki hech bo'lmaganda e'tiroz bildiradigan qisqa vaqirash edi. Lekin bularning hech qaysisi yuz bermadi. Oraniska xonimning yenidagi kichikina sayohat soati ko'ranglagandek chikildaydi. Tam mashdagi bir tal o'tin kuyib, ikkiga ayrilib ketdi, o't ushqullari ko'tarildi. Bu jimjit mehmonxona xuddi g'amkin holda Archer bilan birga kutish ichida turayotgandek qiladi. To'g'ri. U oxiri zo'rg'a kuldi. Uydagilarim menga dal mushundaq degan. Archer qo'shimlarini turib, bunisi tabiiy, dedi. Bizning oilamizdagilar desam bo'g'idek. U gapini tuzdi edi, Archerning yuzlari qizirib ketdi. Buni ko'rib, u so'zni muloyimlik bilan davomlashtirdi. Chunki uzoq qolmayli navra inim bo'lasiz emasmi? Men shu umidda. Bu gapni anglagan Archer o'rnidan turib, uy ichida u yoqdan bu yoqqa mengishga boshladi. Ko'zlari qizil kiyimlik bir ayolning rasmiga tengirqash ichida tikilgan edi. Archer oxiri yana orsaldiliq ichida uning yeniga qaytib keldi. Agar eringiz purtib o'tgan ahvollar rost bo'lsa, yoki bularga radiya berishga amalsiz qolsangiz, ish shularning deganidek bo'ladi shu. Deyishga uning tili bo'lmaydi. Archer gap qilay deb turishiga
u ulapla, ko'nglingizdagi gapni qiling. dedi. Ma'qul. Ko'nglimdagi gapni qilay. Deyilish mumkinchiligi bo'lgan, yo'q, cho'qim deyiladigan bir tag'ar gaplarga yuzilinib, nima napga erishasiz? Bu chaqda Heliq xatdagi ayblashlar ras bo'lsa kerak. U o'zi bilan birga jinoyat o'tkazgan heliq odam bilan to'y qilishni o'ylagan bo'lishi mumkin. Agar u ashundaq ishni planlagan bo'lsa, davlatimiz qonuniy buningga yo'l qo'ymaydi. deganda xiyollar Archerning kallasidan leppida o'tgandek bo'ldi. Onunga buni qandoq deyish kerak? U ashunda xiyolda bo'lgan bo'lishi mumkin. degan gumonning o'zila Archerda uningga nisbatan kaskinlik, taqatsizlik paydo qilmoqda edi. Siz hozir havoga o'xshash noyatda ozoda, shundaqmi? Javob berdi u. Kim sizni tak etib chekalaydi? Lightbright apandining deyishicha, iqtisodiy masalami bir taraf qilinib bo'pti ekan-ku. Ha, shundoq. dedi u parvosiz holda. Shundoq bo'lgan ekan, tutmas tugumas azob va xafaliq paydo qilishning zaruriyati bormi? Shundoq qilishingizga arzimdi. Ashu gezitlarning qanchalik zaharxanda ekanligini o'ylab beqing. Ular butunlay ahmoqlik, bir taraflamalik bilan to'lgan. Odillikdan so'z ochqili bo'lmaydi. Shundoq. E'tirof qildi u. Bu ovozdagi dilxastalik, parishonlikdan Archer o'zining uningga bo'lgan xiyollaridan pushaymon qilib qoldi. Bundaq ahvolda shaxs hamisha atalmish kollektiv manfaatining badalini to'laydi. Kishilar oila jamiyatining qoida usullariga ching esilib olishadi. Agar rostla qoida usul bor deyilsa, u faqat bolalarni qo'dash qilib mos kelishi mumkin. Archer o'zini qo'yib etib so'zlamoqda. Og'ziga kelganni bo'g'ziga yutmay, ko'ni gap deganni to'kib o'tmoqda. Maqsadi Oraniska xonimning sukti oshkorlab qo'yayotgandek bo'layotgan razil paketlarni yepish. Paketlarni oydinlashtiradigan bir eg'iz so'z qilishni xohlamagandikin yoki qilolmagandikin, u meni maxfiyatligimni tang-tanglayotidi deb o'ylab qolmaslik kerak. Mana bu Archerning umidi. Koni New Yorkning chechanlik ham puxtalik bilan to'yingan odati bo'yicha bo'lganda, saqaymaydigan jarohatni tatilab oshqucha asli holatini saqlab qolgan yaxshi deydigan qarash eng aql tanlash hisoblanadi. Mening mas'uliyatim sizga yordam berish. Sizda bu ishga qarta sizni eng yaxshi ko'radiganlarnikiga o'xshash qarash hosil qilish, dedi u. Ya'ni Mingot er-xotin, Welland er-xotin, Van Derlotun er-xotin qatorliq tuqqanlaringiz bilan bir yerda turadigan qilish. Agar ularning bu ishga bo'lgan qarashini sizga aynan yetkazmasam, adil ish qilmagan bo'laman haqaçan. Kishini qo'rqinishga soladigan jimjitlikni oxirlashtirish uchun u Oraniska xonimdan o'tinayotgandek talaffuzda to'xtamay so'zlaydi. Ha, shundoq. dedi Oraniska xonim. Tam mashdagi o't xaralishib qolgan edi. Bir chiroq yiqimsiz ovoz chiqarib, ko'ngil bo'lib qo'yishga muhtojligini bildirib Oraniska xonim o'rnidan turib, lampa grilkasini burab qo'ydi-da, yana tam mashning yeniga qaytib keldi. Lekin o'ltirmadi. Oraniska xonim o'rnida turaverdi. Turqidan Ikkimiz orasida endi deyishgidek hech gap qolmadi. Devatqandek ma'no chiqib turadi. Shuning bilan Archermo o'rnidan turdi. Nayti yaxshi. Men cho'qim umid qilganingizdek ish ko'raman. dedi Oraniska xonim to'satdan. Archerning qiziq qonlari mengisiga tepgandek bo'ldi. Oraniska xonimning tuyuqsiz taslim bo'lishi paydo qilgan cho'chishning ta'sirida u qo'lashmagan holda uning qo'llarini tutdi. Mening rostla sizga yordam qilg'im bor edi. Yordam qilyapsiz-ku navri inim. Xayrli kech. Archer yengishib uning qo'llariga levini tekkizdi. Muzlab ketgan bu qo'llarda hayotiy kuchdan asarmi yo'q edi. U qo'llarini sug'urib oldi. Archer kayniga o'rilib ishga qarab mangdi. Dahlizdagi uva chiroq yo'riqida paltosi bilan shilapisini topdi. Ondan qish kechisiga qadam bosdi. Kechikib yodiga kelgan gaplar mana endi
uni qudratmoqda edi. Bu kuni kechda Vala teatrxonasi behli qistonchilik bo'lib ketgan edi. Dais Bouskalt o'ylanayotgan teatr Shorlandda bosh personaj Shorlandning rolini olgan Harry Montagu bilan Ida Detsi bir jup oshiq mashhurlarning roliga chiqqan. Angliyaning maqtashga sazovar bu teatr o'miki tozi yuksalgan mazgilda turib-atdi. Shorland degan teatr qo'yilsa, klubda bo'sh o'rin qolmaydi. Üstünki qavatda o'ltirgan tomoshabinlarning qizg'inligi behli ochiq oshkora edi. Asosiy zalning oldingi ratlarida va lojalarda kishilar ko'nich ko'z qarashlarga va quruq gap setib, kishilarni og'ziga qartadigan ko'rinishlarga masxirlik kulishadi. Ularmi bu teatrdan üstünki qavatdagi tomoshabinlarga o'xshashla bahrilanmayotdi. Teatrdagi Harry Montagu bilan Detsi xonqiz xo'shlashadigan ko'rinish osti-usti qavatdagi tomoshabinlarga nisbatan alohida jalb qilish kuchiga ega edi. Ikkilanning qisqig'ini parangdan keyingi xo'shlashishi kishi ko'nglini to'limi parishon qiladi. Tam mashning yanida beshini tuvan sag'inicha o'tqa qarab turgan ayol artistning uchisidagi tivit ko'nglak moda bo'layotgan halqsimon bezakdan xoli edi. Uning o'roq ham egiz bo'ylarga chaplashib turgan bu ko'nglak puti tarafga sangilab uzun agri siziq shakllantirgan edi. Bo'yniga o'rvagan to'limi tar qora lentasining ikki uchi orqasiga tashilinib turadi. To'y talibi qo'yg'ichi yenidan ketgandan keyin u ikki belikni tom mash takchisiga tirab, beshini tuvan sag'inicha yuzini ikki qo'lida to'sib oldi. Ishik tuvida to'xtab, astag'ina qaytib keldi-da, uning qora lentasini olqiniga elib, birini suyibla uydan chiqib ketdi. Qiz uning shapisini anglamadi. Turqinimi o'zgartmadi. Mana mushundaq jimjitqini xo'shlashish bilan parda asta-asta tushdi. Archer mushu alohida ko'rinishni debla Shorlandni izchil turda ko'rib kelyotdi. Montagu bilan Ida Detsi o'rinlagan bu xo'shlashish ko'rinishini go'zallikka to'yingan deyishga bo'ladi. Archer buni o'zi Parijda ko'rgan Crocesit bilan Beristinning o'rinlash maharatidan yoki Londonda ko'rgan Marich Robertson bilan Kendallning maharatidan qilish kuchiligi yo'q deb qaraydi. Bu ko'rinishdagi nozuklik, yo'shirin azob uning nisbatan ashu mashhur dramalardagi dialog, monologlardanmi bakrak ta'sirlantirish kuchiga ega edi. Bu kuni kechda bu bir kichkina ko'rinish Archerni Oraniska xonim bilan xo'shlashgan ashu aslimiga so'rab kirdi. U aslima bir hafta ilgari, ya'ni ikkaylan ko'ngildagilarini to'kishib paranglashgan ashu kuni shakllangan edi. Ikki ko'rinish orasida biri o'xshashlikni tepish qiyin edi. Aloqador shaxslarning chiroy shaklidami qilchi o'rtoqlik yo'q deyishga bo'ladi. Newland Archer "Avu kelishgan yosh romantik angliyalik artistga ozroq bo'lsin o'xshayman" deyishga petinolmaydi. Bo'ylari egiz, qizil chochliq Detsi xonqizning ashu o'moq, ammo tatrangu, xunuk chiroyini Ellen Oraniskaning jalbkor chiroyiga o'xshatqilib bo'lmaydi. Uning ustiga Archer bilan Oraniska xonim yuraklari ezilgan holda tinsiz xo'shlashgan oshiqlardan emas. Ular havoli qiluvchi bilan advokat salohiyatida paranglashib xo'shlashgan. Suhbat advokatda havoli qiluvchisiga nisbatan eng nachar ta'sir qoldirgan. Yigit ashu aslamani yodiga keltirgachga ko'z oldidagi mono ko'rinishdan yuraklari larziga kelmoqda. Undaqda bu ikki voqelik orasida qandoq o'xshashlik bor? Buningdagi sababni Oraniska xonimning ashu sirliq tabiatidan izlashga to'g'ri keladigandek turadi. U odamga kundalik tajribalardan halqagan, ta'sirlik bo'lgan har xil tragediyalik narsalarni asıltadi. U azaldan Archerda bundaq ta'sirat paydo qiladigan so'zlarni qilgan emas. Bu uning chet elda turganligidek orqa ko'rinishning sirliq ko'langisimi emas. Balki tabiatidagi ishki nazokat, vujudidagi o'zgacha ta'sirchanlikning sirtqi jilvasi.
Archer izchil turda shaxsning baxtiga nisbatan aytganda bo'ysunib turadigan mijozning oldida fursat va muhitning o'ynaydigan roli to'limi kichik bo'ladi deydigan qarashni yoqlashga moyil edi. Bu xil xohishni u boshda Oraniska xonimning vujudidan payqagan. Ziyoda ig'ir besiqligidan tushkun ko'rinadigan bu ayol Archerda mundaq ta'sirat qoldirgan edi. Mayli u o'zini qandoq qochirsin va qo'g'disin, baxtsizlikka yo'liqishi aniq. Qiziqarli yeri u ilgari dramatik xarakteri intayin quyuq bo'lgan muhitda yashagan. Bu xil kechirmishi uning dramatik voqealarni qo'zg'aydigan mijoz xarakterini ko'rinmas xususiyatga ega qilgan. Qalaymaqanchilikda o'zini tamkin tutadigan pozitsiyasidan Archer uning bo'roncha qo'llanib beshidan o'tkazganligini his qilib yetgan edi. Hozir haqliq deb qarayotgan ishlari uning ilgari qarshi turgan narsalarni tushuntirib beryotdi. Uning yenidan ketadigan chog'da Archer Graf Oraniskaning ayblashlari haqiqatan asossiz emasgan degan xulosaga kelib bo'lgan edi. Graf xonimning ilgirki turmushida kotiblik rolini o'ynab kelgan yeliqi sirliq shaxs Graf xonimning qechib ketishiga yordam bergandan keyin nafga erishmay qolmaydi. Bu Archerning xiyoli edi. Uni qechib chiqishga qistagan ashu muhit chidag'usiz, sifatligisiz, ishongusiz edi. Yosh turibla qo'rqinish, umidsizlikning dardini yetkuchi tatgan bu ayolning o'z shafqatchisidan minnatdor bo'lishi gumon sig'maydigan ehtimollikda. Afsuslanarligi, bu minnatdorligi tufaylidan u qonun va kishilarning nazarida er bilan o'xshash o'ringa tushib kelyotdi. O'zining mas'uliyati bo'yicha Archer uningga bu nuqtani tushundirdi. Shundaqli yana Nyu-York oqso'ngaklar jamiyatining mehribonligiga bak cho'ng umid bog'lab ketganligini, apu qilishi va qo'yniga elishidan eng umid kutkili bo'lmaydigan joyning dal mushu g'uborsiz va oq ko'ngil oqso'ngaklar jamiyatidan iborat ekanligini uning samiga sep o'tdi. Bu paketni boshqalarning qistishi bilan uningga aytganligidan, shundaqla uning so'zsiz qabul qilganligiga guvoh bo'lganligidan Archer to'limi azoblanayotdi. O'zining bir xil tasvirligisiz hasadxo'rlik va hesdoshlik turtkisida uningga moyil bo'lib kelayotganligini sezmoqda edi. Oraniska xonimning xatoligini e'tirof qilishi o'zini Archerning kontrolligiga tashlab berayotgandek tuyg'u paydo qildi. Bunun bilan Oraniska xonim o'zini sal tushirib olgandek qilsa-mu, lekin kishining amroqligini qo'zg'aydigan xosligi kuchayish imkoniyatiga ega bo'ldi. Uning maxfiyatligini o'ziga aytishidan Archer to'liq xushal bo'ldi. Chunki bunda qilganda Oraniska xonim Lightbray apandining so'rin talat bilan so'rgan savollarga, oilasidagilarning odamni o'sal qiladigan tikilishlariga yuzilinishdan qutulib qoladi. Arqadilla Archer o'z mas'uliyatini ado qilib, Oraniska xonimning ajrashishdan voz kechganligi to'g'risida ikki tarafga kapolat berdi. Oraniskaning bunda qarorga kelishi bu da'voning ortiqcha ovarchilik ekanligini tunib yetganligidan bo'lgan edi. Munosabatli kishilar bu xabardan xushallik tepishdi. Oraniskaning sababidan o'zlariga kelishi mumkin bo'lgan ko'ngilsizliklarni tilga olmaydigan bo'ldi. Nevlandning bu ishni yaxshi bir taraf qila oladiganligiga boshida ishonatdim. Bo'g'isi kuyovini ko'ranglagan holda maqtadi Villand xonim. Archerni chaqirtib, maxfiy paranglashgan Mingot Momay uning zerak qobilligini qizg'in tabriklab bo'lgandan keyin bezor bo'lgan holda Voy ahmaq, undaq qilishning ahmoqonlik ekanligini boshda aytgan edim uningga. Taliyi ondan kelib, Graf xonim bo'p bo'lgan odam, yana yangi boshdan Sultan Elin Mingut bo'lmoqchimikin, ha? dedi. Mana mushu ishlar Oraniska xonim bilan oxirgi qitim ko'rishgan chog'dagi manzarani yigitning ko'z oldida namoyon qilg'ashqa, sahnadagi oshiq-ma'shuqlar xo'shlashib, parda asta-asta yepilganda uning ko'zlaridan yoshlar sirg'ib tushdi. U teatrxonadan chiqib ketish uchun o'rnidan qo'zg'aldi. Mangdigan chog'da u avval orqa tarafga o'rildi. O'zida seg'inish paydo qilayotgan yeliqi xonimning dal shu yoqdagi lojada Beaufort er-xotin, Lefertis er-xotin va boshqa ikki er bilan birga o'ltirganligini xiyoliga keltirmagan edi.
Aşu günü keçti xoşlaşqandan buyan Archer onun bilan yalğız paranglashib baxmadi. Shundaqla onun bilan birli bo'lib qilishdan imkon bor o'zini qochirib yurdi. Ularning ko'zlari uchrashib kelayotgan mushu paytda Beaufort xonimi kishilar orasidagi Archerni ko'rib qoldi hamda erinchaklik bilan qo'lini chiqarib ishorat qildi. Bu uning chaqirayotgani edi. Archer endi uning lojisiga kirmasi bo'lmaydi. Beaufort bilan Lefertis uningga o'rin bo'shatdi. U Beaufort xonim bilan bir necha eg'iz paranglashib, Oraniska xonimning keyinda o'ltirdi. Beaufort xonimga oldingi yakshanba kuni Lemir Strasses xonimning uyidagi ziyofatda bo'lgan ishlarni sirliqlashtirib so'zlab berayotgan Sillerton Jacksondan boshqa lojada odam qolmadi. Beaufort xonim chiroyda kam kuchsiz kulkisini jilbilandirgunicha sal qiypash bo'lib, uning tafsiliy bayonlarini anglayotdi. Uning bu holatini asosiy zalning oldingi retida o'ltirganlar yandan ko'ralaydi. Dal mushu holatni dalda qilgan Oraniska xonim keyniga burilib, past ovozda gap qilishga boshladi. Sizcha atsi atiganda armashqiga bir dasta seriq gul sovib qilarmi? Archerning yuzlari qizirib, yurak so'qishi jiddilashib ketdi. U Oraniska xonimni jami 2 qitim yo'qlab borgan. Har qitimligida uningga bir qopdan seriq atirgul avatgan. Har 2 qitimda nam kartasini sanmagan. Oraniska xonim u gullar to'g'risida hech nima demagan. Archer Gul sovg'a qilgan kishining men ekanligimni u hargiz o'ylab yetolmaydi deb o'ylagan edi. Hozir Oraniska xonimning maqtash tariqasida tilga elishi hamda uni sahnadagi so'ygiga to'yingan ashu xo'shlashish ko'rinishi bilan bog'lishi Archerning qalbini ixtiyorsiz holda hayajon va xushalliqqa to'ldirmoqda edi. Menmo doim shundoq o'ylayman. Mushu ko'rinishni ko'nglimda mangu saqlab qilish uchun har qitim dal mushu yerda teatrxonadan chiqib ketaman. Uning chiroyida paydo bo'lgan qizillikdan Archer to'limi tasodibiylik his qildi. U qizillik, norozilik va g'amkinlik bilan xarakterlangan edi. U beshini tuvan selib, palay kiygan qo'llaridagi nafs turbuniga qarab, birdam turib o'tgandan keyin so'z oldi. Mayyoq bu kunlarda nima ishlarni qilyapsiz? Xizmat qilyapman shu. Javob berdi u. Qarmoqqa bu savoldan sal norozi bo'lgandek turadi. Villand oilasidagilar ko'nginiga uzoq bo'lgan odatiga asosan Saint Augustinga ketgan edi. Ular Villand apandining kana yollig'i qo'zg'alib qolish ehtimolligini o'ylashib, hamisha qishning oxirini shu yoqda o'tkazadi. Villand apandi sipoya, kamso'z, ishlarda o'z oldiga qarshi yo'q, ammo ko'ngan odatlari ko'p bir odam edi. Bu odatlarga har qanday odamning orlishishiga yo'l qo'ymaydi. Har yili janubga mangan safariga xotini bilan qizining hamroh bo'lishini talab qilish dal mushu odatlarining biri edi. Üzülmez oila shodligi uning o'yidagi xotirjamlik uchun to'limi muhim. Agar Villand xonim uning yanida turib eslatmasa, u targ'oqni qandoq joyga qo'yish, konvertga markani qandoq chaplash qatorliq ishlarni bilmasligi mumkin. Oila a'zolari orasidagi o'zaro kuyunish va hurmat shundoqla Villand apandining oiladagi muhim a'zo bo'lish sababidan xotini bilan May uni Saint Augustinga azaldan yolg'iz mang'uzmaydi. Uning qonun xizmati bilan shug'ullanadigan ikki o'g'li qish faslida Nyu-Yorkdan chiqib ketolmaydi. Ko'pincha bayramdan keyin dadasining qishig'i berib, ular bilan birga qaytib keladi. Mayning dadasiga hamroh bo'lib birga berishi to'g'risida bir nima deyishga Archerning imkoniyati yo'q edi. Mingot oilasining oila doktori asosligi o'pka yollig'ini davolash jihatda dong chiqargan. Villand apandi bo'lsa, azaldan bundoq kasallikka giribtor bo'lib baxmagan. Shunga uning Augustinga berish qarorini tavritish mumkin emas. Aslida Mayning to'y qilishga putishganlik xabari u Floridadan qaytib kelgandan keyin e'lon qilinmoqchi edi. Biroq muddatdan burun e'lon qilinishdek bu paketmi Villand apandining planini o'zgartirishda rol o'ynayolmagandek turibdi.
Archer ular bilan birga safar qilib, loyiq bilan bir necha hafta birga yurishni, oftoblarga qahilnishni, qo'lvoq haydashni toza xohlaydi. Biroq buningdimi yanada qoida yo'sinning cheklamasidan halqib ketishga bo'lmaydi. Gerçi kasbiy jihatdagi vazifasi og'ir bo'lmasa-mu, lekin qishning o'ttirisida dam olishga ruxsat so'rasa, butun Mingut oilasidagilarning uningga tantak degan bahoni yuklashi turg'anli gapda. Shuning bilan u tan berib, Mayning safarga chiqishni qabul qilgan edi, hamda bu xil bo'ysunishning to'ydan keyingi turmushni shakllantiradigan muhim tarkibiy qism bo'lib qoladiganligini tunib yetgan edi. U Oraniska xonimning o'ziga yer tegidan qarayotganligini bayqab qoldi. Sizning umid qilganingizdek taklifingiz bo'yicha ish qildim, dedi Oraniska xonim to'satdilla. Mo'shundaq chaqda bu gapning o'tirg'i chiqqanligidan biyab his qilgan Archer tamtirabrak inkas qaytardi. Buningdan nihoyat xushalman. Bilaman, deganingiz to'g'ri edi. U kichik tinib etib so'zni davomlashtirdi. Biroq ba'zida turmush odamga to'limi qiyin, to'limi murakkab bilinib ketadi ekan. Bilaman. Bilaman, deganlaringizning to'g'ri ekanligini haqiqatan his qilyapman. Buni ayni chaqdami sizga aytgan. Sizdan bekla minnatdorman. Uning gapi dal mush yerga kelganda lojining ishiga echildi. Beaufortning kuchli ovozi parangning beliga tepdi. U durbunni darhol ko'ziga akilib sahnaga qarab oldi. Archer o'rnidan turib lojidan chiqdi-da teatrxonadan ketib qoldi. U texi oldingi kunila May Villandning xetini topshirib olgan edi. Xetida u o'z yo'qchaqlarda Ellinga g'amxo'rlik qilib qo'yishni Archerdan o'zgacha ochiq yo'riqlik bilan talab qilgan edi. U sizga amroq, ammo bir ishni sizmi bilasiz. Og'zida demagan bilan u to'limi mayus. Meningcha, momam uni tushunmaydi. Lofel Mingotga tushunmaydi. Ular uni ko'p ish ko'rgan, ijtimoiy aloqaga ziyoda amroq dapli tushunadi. Bu xil baho amaliyotdan eshib ketgan. Bir nuqtama aytdim aniq. New Yorkda uning cho'qim ichi siqilyotdi. Lekin oilasidagilar uni e'tirof qilmaydi. Meningcha u muzikalarga, ajoyib rangli ko'rgazmalarga, yana san'atkor, yozuvchilarga va sizga o'xshash aqlli odamlar qatoridagi barliq dangliq shaxslarga ko'nib qolgan. Bular bizda yo'q. Tugamas ziyofat o'ltirishlar va kiyim-kechaklardan boshqa uning yana nimaga muhtoj ekanligini momam tushunmaydi. Biroq men bir narsani ko'rib yetdim. Ya'ni New Yorkda faqat siz uning bilan haqiqiy yaxshi ko'radigan narsalar to'g'riliq so'zlashalaydiganlar tursiz. May, naqadar ah ko'ngil ha? Mushu bir parcha xatning o'zila uning Mayga bo'lgan sevgisini hasilab oshiradi. Biroq uning xatti deyilgandek qilg'isi yo'q. Bak aldirash ekanligi buningdagi bir sabab. Uning ustiga u degan loyiqi bekitilib bo'lgan yigit. Bundaq ahvolda Oraniska xonimning qo'g'dug'uchisi sifatida xalqning ko'ziga chiliqib qelish uning didiga yoqadigan ish emas. Uning fahmicha Oraniska xonim o'zining holdan qanday xabar olishni biladi. Bu jihatdagi iqtidori sodda Mayning tasavvuridagidan zo'r darajada yuqori. Oraniska xonimning atrofida shapashlab yurdiganga Beaufort, Van der Lotunda qo'g'dug'uchilar kam emas. Bundaq fursatni kutib turayotgan nomzodlardan qanchalik desa shunchalik chiqadi. Ammo har qitim uning bilan ko'rishganda, paranglashganda Archer May haqiqatan oldin bilguchilarga xos o'tkir nazarga ega ekan deb o'ylab qoladi. Demisimi, Ellin Oraniska haqiqatan yolg'iz ham to'limi parishon edi. Archer koridorga chiqqanda do'sti Ned Vincent bilan uchrashib qoldi. Jenni aytgan aqlliq odamlar orasida Archer mushu kishi bilanla masalalarni cho'nqurroq muhokama qilishni xohlaydi. Bu ikkilan orasidagi parang klubning odatdagi saviyasidan va oshpuzuldagi quruq gaplardan sal ustunroq turadi. Boya u teatrxonaning yana bir chetida o'ltirgan Vincentning mo'kchiyib qolgan simosini g'ilpol ko'rgan hamda uning nazarini Beaufortning lojisiga yutkiganligiga diqqat qilgan edi. Ikkilan qo'l elishib ko'rishgandan keyin Vincent do'qmushga berib biror rumkadan ichish taklifini berdi.
Bu çağda Archerning u yoqqa berib qilishadigan parang'i tavi bo'lmag'achqa, uyga berib qiladigan xizmati borlig'ini bahona qilib, siliq rad qildi. Әмісі, мән мо tirishchan shogird bo'lay, dedi Vincent. Ikkalan asta qadamlar bilan oldiga mangdi. Birdamdan keyin yana Vincent gap boshladi. Gapimga quloq seling. Mening haqiqiy ko'ngil bilayotganim sizlarning oliy darajalik lojanglarda o'tirgan heliqi g'amkin xonimning ismi. U Beaufort er-xotinlar bilan billig'u deyman. Shundaqmi? Qaraganda do'stingiz Lefertes u yoqqa mabdum bo'lib qolgandek turadi. Nemishqikin Archerning sal achchig'i kelib qoldi. Net Vincent nemishqi Ellen Oraniskaning ismini bilmoqchi bo'lib qolgandi. Bo'libmi, u nemishqi bu gap bilan Lefertesning ismini bir yerga qo'yib oladi. Bu xil bema'ni qiziqishni ifodalash Net Vincentning mijaziga yot edi. Bu chaqda Archer uning muxbir ekanligini esiga elib, ziyorat qilish uchun so'rayotmaydigansiz? dedi kulib turib. Ha, gazetxona uchun emas, o'zim uchun so'rayapman. Javob berdi Vincent. Amaliyotda u mening xo'shdan bo'ladi. Moshundaq bir sahib Jamolning ashundaq joyda o'ltirishi haqiqatan g'alati ish. Uning o'g'limga qilgan yaxshi muomalasi odamni haqiqatan ta'sirlantiradi. O'g'lim mushukni qo'lab ketib etib, uning uyi yanada yiqilib tushib, tizi surilib ketibdi ekan. U shilapisini kiymasdan yugurib chiqib, bolamni quchog'iga olibdi. Hamda yarasini nihoyatda obdan tengib qo'yibdi. Uning ashundaq hesdashlikqa boy ko'ngli ham go'zalligidan hayron qolgan xotinim xodini yo'qitib, ism familiyasini so'rayapti. Tuyuqsiz paydo bo'lgan xushalliq Archerning ko'nglini qoplab oldi. Qo'shnisining bolasiga har qanday bir ayol cho'qim mushundaq muomala qiladi. Bu hikoyaning hech qanday o'zgacha yeri yo'q. Lekin Archerning nazarida bu hikoya Ellenning o'zini tutishidagi tipik ko'rinish. Mana u shilapisini kiymasdan yugurib chiqib bolani quchqiga oldi. Bechora Vincent xonim hayronligida uning kimligini so'rashnimi unutib qoldi. U Graf Oraninska xonim, Mengot xonimning navrisi. O, Graf xonim dang texi, dedi Net Vincent birni isqirtib etib. Graf xonimning bunchalar do'stona bo'ladiganligini o'ylab baxmabdi ekanman. Mengot oilasidagilari bundaq ko'chada yo'q. Ularga fursat bersangiz, ularni qiladi. Hay, biroq aqlliqlarning oqsuniklar jamiyatidagilar bilan aralashishni xohlamaydigan johilligi ular izchil talash tortish qilib kelayotgan ko'na masala edi. Buningga kirishib olishning foydasiz ekanligini har ikkisi aniq biladi. Bir graf xonimning bizdek namratlar bilan bir mahalda turishi aqlga zodili sig'maydi. Vincent gapni tuyuqsiz yo'tkadi. Chunki u qanday joyda turishga asla parvo qilib ketmaydi. Yoki mundaqcha aytsak, arzimas ijtimoiy belgilamalarimizga e'tibor qilib ketmaydi. Dedi Archer ko'ngilda uningdan faxrlanib. Meningcha, u katta joylarda turib boqqandi balkim. Dedi Vincent. Agilib mangdigan yerimga kelib qoldim-da. U Broadway ko'chasini kesib o'tdi. Archer uning xiralashayotgan simosiga qarag'anicha oxirgi gaplarini o'ylanib qoldi. Net Vincent sezgur ko'zitish iqtidoriga ega. Uning vujudidagi bu eng qiziqarli narsa Archerni doim tengirqash ichiga tashlaydi. Mutlaq ko'p sondagi erlar mushu yosh bosqichida bu xil ko'zitish iqtidori uning mag'lubiyatni parvosiz holatda qabul qilishiga qandaqmi yo'l qo'ygandi. Vincentning xotin bolalik ekanligini Archer xeyli burilib biladi. Lekin ularni azaldan ko'rib baxmagan edi. Bu ikkilan ko'pincha asr klubida yoki drama sohasidagilar doim boradigan biror joyda uchrashadi. Vincent boya biror romkadan pivi ichishga taklif qilgan oshxona dal shundoq joylarning biri edi. Archerning esida qolishicha, Vincent xotinim kasalchan degandek bir gaplarni qilgan. U bechora xonim balkim rostila kasaldi. Lekin bu yerda yana bir ehtimollikni nazardan saqit qilib bo'lmaydi. Ya'ni
bu gap xonimning ijtimoiy aloqadagi iqtidorsizligini yoki kashlik murosim kiyimlarining yo'qligini va yoki tangli mavjud bo'lgan bu ikki xil kamtuklikni yepishdiki bahona bo'lishi mumkin. Vincent o'zi ijtimoiy aloqadagi qoida usullarga tish tirnog'igacha o'chlik qiladi. Archer kashlik murosim kiyimini rohat, pokiz bo'ladiganligi uchun kiyadi. Ammo qo'li qisqalarning turmushi uchun aytganda pokiz, rohat bo'lishining qanchalik cho'ng chiqim badaliga keladiganligini u bir haqiqatmi o'ylab baxmagan edi. Vincent muxbir bo'lishni o'zi tanlagan emas. U sepi o'zidan adabiyotchi. Ta'tir pishonligidan adabiyotga muhtoj bo'lmaydigan mushundaq bir dunyoga tug'ilib qolgan. U adabiyotdan bahralanish to'g'risidagi asarlarni ixcham ham nafis kitob chiqarib nashr qildirgan. Mazkur kitob 120 parcha setilgan. 30 parchasi sovg'atliqqa ishlatilgan. Texmi bozorliq narsalarga o'rin bo'shtish uchun qog'onlarni nashriyot savdogari ko'ydirib o'tgan. Shuning bilan u asldagi intilishdan voz kechib, ayollar haftalik gazetining yordamchi tahriri bo'lgan. Bu haftalik gazet moda kiyim nusxalari, qog'oz kasmalar, yangi inqilob muhabbat hikoyalari degandek narsalarni besish bilan mashg'ul bo'ladi. Yalqin to'g'risida parang bo'lsa, uning fasohatli qarashlari tugamaydi. Biroq bu paranglarning keyniga tirishgan, ammo voz kechgan yoshlarga xos ilojsizlik yo'shiringan edi. Uning so'zlari hamisha Archerni o'z turmushiga nazar tashlashga qistaydi. Bunun bilan u o'z turmushidagi mazmunning to'limi kamtuk ekanligini his qiladi. Vincentning turmushda mazmun g'urbatchiligi texmi og'ir edi. Bilim, qiziqish jihatdagi o'rtaq asos ularni berilib paranglashish imkoniyatiga ega qiladi. Biroq ular orasidagi ideya, ko'z qarash almashtirish to'limi tor ham tez bo'lgan doiradala cheklanib qoladi. Amaliyotda har ikkilimizning turmushi qanoatlangudek emas, degan edi Vincent bir qitim. Mengu uzil kesil tugashdim. Qutulgudek amalmi yo'q. Qo'limdan keladigini faqat bir xil mahsulot ishlab chiqarish. Ammo bu yerda uning bozori yo'q. Bu umrimda bozor tepib bo'lmaydigan o'xshayman. Siz bo'lsangiz boy. Nemishqa iqtidoringizni joriy qildirmaysiz? Buningdagi birdan bir yo'l siyosiy sohaga kirish. Archer beshini orqaga tashlab, qoqoqlab kulib o'tgan edi. Dal mushu daqiqada kishilar Vincent Tekla bilan Archer Teklaning orasida to'ldirg'ilib bo'lmaydigan farq borligini tonib yetishgan edi. Hey, Amerikaning siyosiy sohasidagi durust odamlarning baxtsizligiga qarab yiqing, dedi Archer. Archerning qistab kelgan kulkisi sal iltifotliq kulimsirashga aylangan edi. Yana davomli talishi verish, vaqt isrof qilish edi. Ertasi saharda Archer butun shaharni aylanibmi tuzukrak seriq atirgul setib ololmadi. Izdash uning ish o'rniga kechikishi bilan oqibatlandi. Gul sovg'a qilishning hech kimda hech qanday ta'sir qoldirolmaydiganligini his qilib, hayotiga bo'lgan ahamiyatsizlik tuyg'usidan ko'ngli tuyuqsiz pig'onga to'ldi. Mushu chog'da u Mayveland bilan Saint Augustinda yurgan bo'lsa bo'lmasmidi? Kasbiy qizg'inlikni bahona qilishning hech kimni oldiyanmaydiganligi aniq. Lightbray apandining rahbarligidagi bu advokatlik o'rni asosligi cho'ng mol-mulklar va mazmut selinmalarni boshqarish ishlari bilan mashg'ul bo'ladi. Bunda koni tipdagi o'rinlarda oilasi boy, kasbiy g'oyasi yo'q, har kuni xizmat ustulida ushaq-tushak ishlarni qiladigan yoki gezitli o'qiydigan yoshlardan 2-3 tepilmay qolmaydi. Hamma odam o'ziga xos kasbining bo'lishini umid qiladi. Ammo pul tepishni ochiq-oshkora maqsad qilish salohiyatini tushirganlik deb qaraladi. Qonun bir xil kasb bo'lish sifati bilan savdogarlikka qaraganda salohiyatni texmi yaxshi namoyon qiladigan xizmat sanaladi. Biroq bu yoshlarning birardinmi kasbda muvaffaqiyat qozonishdan umid kutgili bo'lmaydi. Shundaqla hammasilar bu xil intilishdan yiroq. Ko'pinchisining vujudiga xizmatni berilib ishlamaslikdek yomon odat yamragan. Bu xil illatning o'zigimi yo'qotganligini o'ylaganida Archerning tallari shurkingandek bo'ldi.
boshqa qiziqish, havaslarni yo'qqa chiqarg'ili bo'lmaydi albatta. Doim Yevropadagi sayohatlarda bo'lib, moy etgan aqlliqlar bilan tanishgan edi. Shundaqla sig'inish ichida Uraniska xonimga so'zlab bergan modaga agishishni asosiy jihatdan ishga oshirgan edi. Halbuki to'y qilish amaliyotda boshdan kechirayotgan tor doiradagi turmushida biror o'zgarish yasay olami? O'zi bilan o'xshash go'zal orzularda bo'lgan nurg'un yoshlarning ajdodlari boshdan kechirgan ashu turg'un farog'atlik turmushga tadrijiy petib kelayotganligini u ko'p ko'rgan. Archer ish o'rnidan pochtikash orqali Uraniska xonimga xat avatib, tushdan keyin yo'qlab bosib bo'ladigan bo'lmaydiganligini so'radi hamda javob xatni klubga avatishni o'tindi. Biroq klubga xat xabar kelmadi. Ertesimi shundoq o'tdi. Bundaq kutilmagan javobsiz qelish uni xijillik va pushaymon ichiga tashildi. Yana bir kundan keyin u bir gul do'konida juloliq seriq atirgulni ko'rdi. Biroq qizg'inligi so'slab ketgan edi. 3-kuni tushdan burunga kelganda javob xat oxir keldi. Hayron qolarlik yeri xat Sikotkolivdan avatilgan edi. Van Derlotun Erxutun Gertsogni paraxotga o'stib qo'yibla shu yerga ketgan edi. Xat: Teatrxonada siz bilan ko'rishganning ertasi qechib ketdim deb boshlangan edi. Ko'ngli yaxshi do'stlarim meni aytib qoldi. Men obdan o'ylanishga muhtoj. Ularning menga qanchalik yaxshi muomala qilganligini aytgan edingiz. To'g'ri deb ekansiz. O'zimni bu yerda to'limi bexatar sezyapman. Biz bilan birga bo'lishingizga naqadar tashna bo'lyapman, ha? Xatning oxiriga hurmat bilan degan so'zlar yozilgan edi. Ammo qaytib kelish vaqti to'g'risida uchirib berilmagan edi. Xatdagi so'zlarning mazmuni yigitni to'limi hayron qoldirdi. Uraniska xonim nimadan o'zini qochiradi? Nemishqa bexatarlik tuyg'usiga muhtoj bo'lib qoladi? Uning oldi bilan esiga og'ini chet eldan kelgan xatarning tahdidi bo'ldi. Olishibli kelgan o'ylanishdan keyin Uraniska xonimning xat yozishdagi uslubini toza tushunmaydiganligini e'tirof qildi. Balkim bu faqat bir jonliq mubolag'adan iborat bo'lishi mumkin. Ayollar mubolag'a ishlatishga amroq. Uning ustiga Uraniska xonim ingliz tiliga toza puxta emas. Qilayotgan gaplari ko'pincha chog'larda xuddi fransuz tilidan hozirla tarjima qilingandek tuyg'u beradi. Fransuz tili nuqtasidan qaraganda birinchi jumlaning ma'nosi kishini bezor qiladigan bir uchrashishdan o'zini qochirish deganga mang'digandek qiladi. Bu xil ehtimollikning nihoyatda cho'ng ekanligi chiqib turadi. Archerning nazarida u bahli o'z beshimchi edi. Xushalligi uzoq davomlashmay bezorlikqa osonli o'rin bo'shatdi. Van Derlotun Erxutunning uni Sikotkolivga ikkinchi qitim opirishi hamda bu qitim vaqt cheklimizning yo'qligi Archerga to'limi qiziqarli bilindi. Sikotkoliv dachisining darvozasi mehmonlarga kamdan kam ochiladi. Bundaq sharafga erishgan oz sondagi kishilarning erishidig'ini faqat g'ashlikka to'lgan hafta oxiridan iborat bo'ladi. Archer oldingi qitim Parijda Labishning esil komediyasi Belisom apandining safarini ko'rgan. Belisom apandining o'zi muzliq daryodan qutuldirib olgan yeliq yoshqa egilmas sunmas ong bilan bog'linib qelishi hozirmi uning esida. Van Derlotun Erxutun muzliq jirog'i o'xshaydigan ko'rinish ishidan Uraniska xonimni qutuldirib oldi. Uningga bo'lgan amroqlikda boshqa sabablar bor bo'lsa-mu, lekin ashu sabablarning keyinda uni davomli qutuldiradigan oliyjanob ham qaysar irodaning borligi Archerga ayon edi. Uning ketib qolganligi Archerni nihoyat umidsizlantirib qo'ydi hamda oldingi kuni kechda Regi Cheferis Erxotunning taklifiga qo'shilmaganligini yodiga soldi. Ular uni Xodsondagi turalg'usda kelar yakshanbani birga o'tkazishga taklif qilgan edi. U joy dal Sikotkolivning janubiga bir necha mil mukammaydi. Nihoyat burunqi chog'larda u Xepankining nihoyat qizib ketadigan o'ltirishlarga qatnashish, sahilda sayl qilish, muzliq kemalarni haydash, chonig'i o'ltirish, qarliq dalalardagi uzun musofirlik piyoda saylalarda bo'lish qatorliqlardan bahrinib boqqan.
xonim qizlarga muvofiq usul bilan qanot so'rash va muvofiq darajadagi badqiliqlarni qilishning ta'mini raso tetigan edi. Londondagi kitob savdogari avatgan bir yashik yangi kitobni boyatilla topshirib olgandan keyin u bu suyumliklari bilan bir tinish yakshanba o'tkazish maqsadiga kelgan edi. Ammo hozir klubning ayrim uyiga kirib, ishkilik xat yozib, buni telegramma qilib selib etishga bir xizmatkorni buyurdi. Regi xonim o'z mehmonlarining planini tuyuqsiz o'zgartishiga qarshi turmaydi. Shundaqla uning sig'imchanligi boy turalg'usida Archer uchun bira uyning chiqadiganligi bir xil mangulik qonuniyatga aylanib ketgan. Hürmetlik radyo anlıqçılar. Amerikalik mashhur yozuvchi Edis Whartonning G'ubarsiz yillar nomli romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atigi programmamizda anglag'aysizlar.